Majlisni olib borish uchun demak vakolatimiz yetarli. Vakolatimiz yetarli. Shundan demak 1, 2, 3, 4, 5 nimada qatnashyapti? Offline. Qolganlar onlayn ko'rinishda ishtirok etmoqda. Marhamat, qanaqa takliflaringiz bor? Hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Xo'p, rahmat. Demak, bir ovozdan ochilsin degan taklif tushdi. Demak, nima qilib qo'yamiz? Ovozga qo'yaman, ochilsin deganlar. Bir ovozdan ochilsin degan taklif tushdi, tasdiqlandi. Ushbu kun tartibidagi birinchi masalani tasdiqlab berishlarini so'rayman. Ya'ni o'sha kun tartibidagi birinchi masalamiz Musa Jalimbetovni Salatvo va Bargi Sho'rg'omning makrobiologik xususiyatlari hamda hosilkorligi bahorgi va yozgi ish muddatlarining ta'siri mavzusidagi ishini kun tartibida qo'yishni tasdiqlab berishlarini so'rayman. Marhamat. Rahmat. Tasdiqlansin deganlar, demak, ovozlarni tasdiqlab berdi, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibimiz tasdiqlandi. Ruxsatlaringiz bilan Jalimbetov Musa Ayberganovning Salatbog' va biologik xususiyatlari bahorgi va yozgi ekish muddatlarining ta'sirini aniqlash Qoraqalpog'iston sharoitida mavzusidagi 06/01/06 sabzavotchilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha fanlar doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya himoyasini eshitamiz. Ilmiy rahbar qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Do'stmurodova Saodat. Rasmiy apparatlar qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Hasan Sho'g'il Ismatov. Yetakchi ikkinchi opponent Saparniyozov Inomjon Artiqovich qishloq xo'jaligi fanlari doktori. Yetakchi tashkilot Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya instituti belgilangan. Demak, talabgorning hujjatlarini asosiy mazmuni bilan tanishtirish uchun so'zni men ilmiy kotibga beraman. Marhamat, Rasul Fahriddin. Talabgorning hujjatlarini. Rahmat, hurmatli ilmiy kengash raisi, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli yig'ilganlar, bugungi ilmiy kengashga ruxsatinglar bilan dissertantimiz Jalimbetov Musa Ayberganovich to'g'risida ma'lumotlarni o'qib eshittirsam. Jalimbetov Musa Ayberganovich 1983-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanida tug'ilgan. Millati Qoraqalpoq, oilali, ma'lumoti oliy. U kishi 2000-2004-yillarda Toshkent davlat agrar universiteti bakalavri, 2005-2008-yillarda Toshkent viloyati Qibray tumani qishloq va suv xo'jaligi bo'limi mutaxassisi, 2008-2010-yillarda Toshkent viloyati qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi yetakchi mutaxassisi, 2011-12-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani hokimi yordamchisi, 2012-2013-yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani hokimining iqtisodni rivojlantirish bo'yicha bosh mutaxassisi, 2013-2015-yillarda Toshkent viloyati Qibray tumani obodonlashtirish boshqarmasi texnika xavfsizligi bo'yicha bosh muhandis, 2015-2017-yillarda Toshkent viloyati Qibray tumani Nuroniy jamg'armasi ijrochi direktori, 2017-2018-yillarda Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali ma'naviyat, ma'rifat va iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo'yicha bo'lim boshlig'i, 2018-2020-yillarda Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali magistranti, 2020-2021-yillarda Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali meva sabzavotchilik va polichilik kafedrasi assistenti, 2021-2023-yillarda Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali meva sabzavotchilik va polichilik kafedrasi tayanch doktoranti. 2023-yildan shu kungacha Sabzavot bozorchilar va kartoshkachi ilmiy tadqiqot instituti Qoraqalpog'iston Respublikasi ilmiy tajriba stansiyasi direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari. Jalimbetov Musa Ayberganovich malakaviy imtihonlarni quyidagi baholarga topshirgan. Ixtisoslik fanlar: sabzavotchilik 80 ball, chet tili, ingliz tili fanidan 74 ball, qo'shimcha fanlardan boshoqli don, sabzavotchilik va poliz ekinlari yetishtirishda innovatsion texnologiyalar fanidan 74 ball, qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi, urug'shunosligi va yetishtirishning ilmiy asoslari fanidan 71 ball, sabzavotchilikda ilmiy tadqiqot uslublari fanidan 77 ball, falsafa doktorat PhD ishi mavzusi O'zbekiston Respublikasi Oliy Assosiatsiya komissiyasi axborotnomasining 2023-yil 4-sonida chop etilgan.
Jalimbetov Musa Aybergenov ilmiy faoliyati davomida ilmiy tadqiqot mavzusi bo'yicha jami 11 ta ilmiy ish chop ettirgan. Shundan Oliy Assotsiatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan asosiy ilmiy nashrlarda 4 ta maqola, jumladan 3 tasi respublika va bittasi xorijiy jurnallarda. Xalqaro konferensiyalarda 6 ta maqola, shundan 3 tasi xorijiy, 2 tasi respublika va bitta amaliy nazariy konferensiyalarda maqola tezlar chop ettirilgan. Shuningdek, bitta tavsiyanoma chop etilgan. Ish bajargan tashkilot Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, ish sabzavot bolazakilar va kartoshkachi ilmiy tadqiqot instituti huzuridagi qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini beruvchi, PhD 05-30-09-2022 QX 152-01 raqamli ilmiy kengash huzuridagi ilmiy seminarda 2025-yil 8-avgust kuni muhokama qilingan va ijobiy baholanib asosiy himoyaga tavsiya etilgan. Yetakchi tashkilot sifatida Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti 2025-yil 15-oktyabr kuni muhokama etilgan va ijobiy xulosa olingan. Jalimbetov Musa Aybergenovich shaxsiy jildlarida Oliy Assotsiatsiya komissiyasi talabiga muvofiq barcha hujjatlar keltirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Ilmiy kotibga talabgorning hujjatlari yuzasidan savollar bormi? Ma'lumot uchun qabul qilsak Tushunarli bo'ladi. Bu dissertatsiyani mazmunini yoritish uchun demak Musa Aybergenov sizga so'z beramiz. Reglamentni 20 minut qilib belgilasak bo'ladimi? Bo'ladi. Demak sizga reglament 20 minut. Marhamat, ma'ruzatsiz boshlashingiz. Och qo'yamiz. Bo'lmas. Och. Assalomu alaykum, ilmiy kengash raisi va a'zolari, qatnashuvchilar. 06 sabzavotchilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD dissertatsiya ishimni taqdimotini sizlarga havola qilmoqchiman. Ko'ryaptimi, hurmatli Zoomda ishtirok etadiganlar? Prezentatsiya. Yaxshi ko'rinyapti, yaxshi. Hamda hosildorligi bahorgi yozgi ekish muddatlarining ta'sirini aniqlash Qoraqalpog'iston sharoitida. Ilmiy rahbari Surat va Sodiq Ismoilov. Dunyo bo'yicha bugungi kunda sholg'om 1,4 million gektar maydonga ekilgan bo'lib, 38,8 ming tonna atrofida yalpi hosildorlik yetishtirilmoqda. O'rtacha hosildorlik esa 28,4 tonna gektarni tashkil salohiyatni oshirishda fermer xo'jaliklari, tomorqa yer xo'jaliklarida turli noqulay omillarga, ayniqsa sho'rlangan maydonlarda yetishtirishga chidamli moslashuvchan nav va duragaylarni yaratish hamda tanlash, shuningdek yetishtirish texnologiyasining ayrim elementlarini takomillashtirish borasida tadqiqotlar olib borish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Taqdimotning maqsadi Qoraqalpog'iston Respublikasi tuproq iqlim sharoitida noan'anaviy sabzavotlar, salatlar va barg sholg'omning morfobiologik xususiyatlari hamda hosildorligiga bahorgi yozgi ekish muddatlari ta'sirini aniqlash. Tadqiqotning vazifalari salatlar va barg sholg'omning guruhlarining laboratoriya va dala sharoitlarida unchalik xususiyatlarini aniqlash,
Soatbab bariq sholg'omli bahorgi va yozgi maqbul ekish muddatlarini aniqlash, soatbab sholg'om bariqlari va ildiz mevalari, bariq sholg'omning bariqlarining biokimiylik tarkibi gormon navi, urug'lari, o'simliklari, bariqlari va ildiz mevalari xizmat qiladi. Predmeti salatbab va bariq sholg'omning bahorgi va yozgi ekish muddatlarining morfobiologik xususiyatlari, o'simliklar o'sib rivojlanishi, hosildorligi, bariqlari va ildiz mevalarining biokimiylik tarkibi va xo'jalik qimmatli belgilari xizmat qiladi. Bahorgi va yozgi mavsumda 8 ta muddatda amalga oshiriladi. Tadqiqot usullari demak laboratoriya sharoitida методическое указание по экологическим испытаниям овощных культур в открытом грунте, методика опытных дела va обобщательства и бахачества kabi uslubiy qo'llanma asosida olib borildi. Ma'lumotlar statistik tahlil mikroskop Excel dasturi yordamida aspekt usulida amalga oshirildi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi ilk bor Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida noan'anaviy ekinlar, salatbab va bariq sholg'omning morfobiologik xususiyatlari va qimmatli xo'jalik belgilari o'rganilgan. Salatbab va bariq sholg'om urug'larining laboratoriya va dala unutchanligi aniqlangan. Salatbab sholg'omning gulchat navi, bariq sholg'omning darmon navlari bahorgi yozgi mavsumda maqbul ekish muddatlari aniqlangan. Qoraqalpog'iston sharoitida bahorgi va yozgi mavsumda turli muddatlarda ekilgan salatbab sholg'om bariqlari va ildiz mevalari tahlil etilgan. Bahorgi yozgi maqbul ekish muddatlarida yetishtirilgan salatbab va bariq sholg'omning iqtisodiy samaradorligi aniqlangan. Tadqiqotning natijalari. Demak, bu birinchi rasmimizda salatbab sholg'omning gulchat navining laboratoriya sharoitida urug'larni natriy xlor, natriy sulfat tuzlarida unib chiqish quvvati aniqlangan. Bunda gulchat navida demak, desallangan suv, drenaj suvda natriy sulfat 5% va natriy xlorda natriy xlori 5%da aniqlaganmiz. Demak, bunda 13 quvvati va nazoratga nisbatan foizi unuvchanligi ko'rsatilgan. Demak, bunda ko'rinib turibdiki, mana birinchi desallangan suvimizda eng yaxshi ko'rsatkichimizda demak 13 quvvati 79,4, unuvchanligi esa 84,5 bo'lgan. Bu rasmimizdagi eng past ko'rsatkichimiz demak o'sha natriy xlorni 5%ligida bo'lgan. Bunda 13 quvvat esa 56,3, unuvchanligi esa 68,8% ni ko'rsatgan. Keyingi ikkinchi rasmimizda demak bariq sholg'omning darmon navini laboratoriya sharoitida urug'larni natriy xlor va natriy sulfat tuzlarida unib chiqish quvvatini aniqlaganimizda esa bunda ham o'sha desallangan suvda, drenaj suvda natriy sulfatda 3%, natriy sulfat 5% va natriy xlor 3%, natriy xlor 5% da aniqlaganmiz. Va bunda ham 13 quvvati va unuvchanligi. Demak, bu rasmimizda ham ko'rinib turibdiki, eng yaxshi ko'rsatkichimiz demak desallangan suvda 80, unuvchanligi 80, 13 quvvati, unuvchanligi esa 83,1. Ya'ni bu rasmimizda ham eng past ko'rsatkichimiz bo'ldiki, bizda natriy xlor 3% bilan 5%da, ya'ni 13 quvvat esa 62,2, unuvchanligi esa 67% ni ko'rsatdi. Birinchi jadvalimizda bahorgi ekish muddatlarida salatbab sholg'omning gulchat navi rivojlanish fazalarining davomiyligiga keladigan bo'lsak, 2021-23 yillarda demak 4 ta muddatda biz olganmiz. 1-aprel, 10-aprel nazorat, 20-aprel va 1-mayda. Demak 10% 75%likda hisoblaganmiz va birinchi chin barg paydo bo'lishi, 5-6 ta barg paydo bo'lishi, ildiz meva hosil bo'lishigacha bo'lgan o'lchovda va iste'mol uchun ildiz mevalar hosil bo'lishigacha hamda hosilni yig'ishigacha bo'lgan kunda aniqlangan. Mana bu jadvalimizda ham ko'rinib turibdiki, demak 4 ta muddatda eng yaxshi ko'rsatkichimiz o'sha 1-mayda bo'lgan, hosil yig'ishgacha bo'lgan bo'lsa, eng past ko'rsatkichimiz 68 kun davom etgan, bu 1-aprelda. Bahorgi ekinda salatbab sholg'omning gulchat navining ildiz mevasining biometrik ko'rsatkichlari. Demak, bu jadvalimizda ham ildiz mevaning uzunligi, ya'ni santimetrda, ildiz mevaning diametri va ildiz mevaning vazni. Bu 4 ta muddatda ham ko'rinib turibdiki, demak bizda bahorgi ekinda gulchat navida 3-muddatda, ya'ni 14,4 ildiz mevasining uzunligi bo'ladigan bo'lsa, diametriga kelsak 10 santimetr.
ildiz mevasining vazni eng yaxshi ko'rsatkichi ham 3-muddatda, ya'ni 135,6 grammni tashkil qiladi. Bu jadvalimizda eng past ko'rsatkichimiz esa 4-muddatda, ya'ni ildiz mevaning uzunligi 11,7, ildiz mevasining diametri esa 8,8. Ildiz mevasining vazni gram 117,2 grammni tashkil qildi. Bahorgi muddatlarda salatbar sholg'omning gulchaq navining hosildorlik ko'rsatkichlari. Demak, bunda 3 yillik muddat o'rtacha hosildorlikni olganmiz. Ya'ni bunda ham 4 ta muddatda 1-aprel, 10-aprel, 20-aprel va 1-mayda. Bunda o'rtacha ko'rsatkichimiz bu jadvalimizda yaxshi ko'rsatkichda 3-muddatda, ya'ni 20-aprelda hosildorlik 38,7. Eng past ko'rsatkichimiz esa 1-mayda, ya'ni 33,5 hosildorlik. Tovar vaqtiga keladigan bo'lsak ham 98 tovar vaqtiga keladigan bo'lsak ham 98,3, eng 1-maydagida esa 97,5% ni tashkil qildi. Bahorda turli muddatlarda salatbar sholg'om gulchaq navi va ildiz mevasining biokemistik sifat ko'rsatkichlari. Demak, o'sha 4 ta muddatda biz aniqlaganmiz quruq moddasini, qand miqdorini va vitamin C va nitratlarni. Demak, bunda ham ko'rinib turibdiki, quruq moddaning eng past yuqori ko'rsatkich 10,5 bo'lsa, 1-mayda esa 9,7. Qand miqdori ham 3,1 bo'lsa 1-aprelda muddatimizda, 1-mayda esa 1,9. Nitratda ham 98,7 bo'lsa, 1-maydagi muddatimizda esa 82,1% ko'rsatadi. Bahorda ekilgan salatbar sholg'om gulchaq navining iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari. Ya'ni bu jadvalimizda ham ko'rinib turibdiki, jami xarajatlarni oladigan bo'lsak, 20-aprelda 13,308,000 so'm bo'lsa, 1-maydagida esa 12,268 ni ko'rsatgan. Ya'ni rentabellik darajasiga keladigan bo'lsak, 100,6. Qara daftarim bor edi, olib ket. Buni olib ko'rchi, dedi, bo'lmaydi. Qara daftarim bor edi, buni ham olib ket. Shuning bir tavallagan bo'lgandan ana xonat. Yugurib borib kel, bloknotni qara bloknotni stolning ustida turgan. Olib kel. Alo, Abuzafar aka. Aha. Hozir. Eksport ko'chatlari 10-chiga keladigan bo'lsa 10% 75%likda, ya'ni birinchi jim barg paydo bo'lishi 10% 75%dan 5-6 ta barg paydo bo'lishi iste'molchining yaroqli o'simliklar hosil bo'lishigacha va hosilni yig'ishgacha bo'lgan kunda ko'rsatilgan. Ya'ni bunda ham 10% 75%likda, birinchi muddatimizda esa 39% yuqori, eng 4-muddatda esa 30%dan 34%gacha hosilni yig'ishgacha vaqt ketgan. Demak, bahorgi muddatlarda bar sholg'om darmon navining bargining morfobiologik tavsiflari. Bunda ham ko'rsatilgan 4 ta muddatda, ya'ni o'sha balandligi, eniga va indeksiga. Demak, bunda ham ko'rinib turibdiki, eng yaxshi ko'rsatkichimiz 20-aprelda, ya'ni bargning balandligiga keladigan bo'lsa 23,4 cm, eni 11,31 cm va indeksiga keladigan bo'lsa 2,07. Bunda eng past ko'rsatkichimiz esa 1-aprelda, ya'ni 19,8 cm va eniga keladigan bo'lsa 8,8, indeksi 2,2. Ya'ni bu jadvalimizda ham eng past ko'rsatkich o'sha 1-aprel muddatida. Bahorgi muddatlarda bar sholg'om darmon navining hosildorligini ko'rsatishga keladigan bo'lsa, demak, bunda ham 4 ta muddatda, ya'ni 21, 22, 23-yillarda o'rtacha hosildorligimiz 20-aprelda 4 ta muddatda va 14,7 yaxshi ko'rsatkichimiz bo'lsa, eng past ko'rsatkichimiz esa 10,5 hosildorlik tonna hosildorlikni kelib chiqdi. Ya'ni bunda ham tovar voqligiga keladigan bo'lsak, 98,6%,
birinchi mayda esa past ko'rsatkichimiz 93,3% tashkil qildi. Oxirgi muddatlarda barcha olgan darmonlarning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatishiga keladigan bo'lsak, bunda ham jami xarajatlarimiz 4 ta muddatda eng yaxshi natija bergani 3-chi muddatda, ya'ni 5.705 4-chi muddatda esa eng past ko'rsatkich, ya'ni 5.075.000. Demak, rentabilik darajasiga keladigan bo'lsa, 166,6% bo'lsa, 4-chi muddatda esa 114% ni ko'rsatdi. Yozgi turli ekish muddatlarida soatbop sholg'omning ko'chat navi va o'simliklarning rivojlanish fazalarining davomiyligi. Demak, bunda ham yozgi ekinda 10%, 75%dan, bunda yozgi ekinda biz 20-iyul, 1-avgust, 10-avgust va 20-avgustda olganmiz muddatda. Demak, 10%, 75%likda eng yaxshi ko'rsatkichimiz esa 20-iyulda 1-muddatda, ya'ni 2 kun 10%, 75 da 5%. Hosil yig'ishgacha ketgan vaqt esa 60 kunni tashkil qiladi. Eng past ko'rsatkichimiz esa 20-avgustda, ya'ni 5 kun bo'lsa, hosil yig'ishgacha ketgan vaqti 70 kunni tashkil qildi. Yozgi ekinda soatbop sholg'omning ko'chat navi barg ildizining biometrik ko'rsatkichlariga keladigan bo'lsak, birinchi rasmimizda mana barg uzunligi santimetr, barg eni va barg sonida. Bunda ham 3-muddatda, ya'ni yaxshi ko'rsatkich bo'ldi. Demak, bunda barg uzunligini oladigan bo'lsa 47,4, bargning eni bo'lsa 18,5. Ya'ni barg soniga keladigan bo'lsa 18,2%. Demak, bunda ham ko'rinib turibdiki, 3-muddat eng yaxshi ko'rsatkichimiz va eng past ko'rsatkichimiz esa 4-muddatda. Ya'ni bunda barg uzunligi 40,6, barg eni esa 16,7. Barg soniga keladigan bo'lsak 15,3 ko'rsatildi. Va ildiz mevasining uzunligi, ildiz mevasining diametri va nimasiga keladigan bo'lsak, demak, bunda ham ko'rinib turibdiki, 3-muddatda, ya'ni o'sha ildiz mevasining uzunligi 11,3, ildiz mevasining diametri esa 6,5. Bu jadvalimizda eng past ko'rsatkichimiz esa 4-muddatda, ya'ni 7,7, ildiz mevasining uzunligi, ildiz mevasining diametri esa 5,9. Yozgi muddatlarda soatbop sholg'omning ko'chat navi hosildorligi bo'yicha ekish muddatlarida, demak, bunda 20-iyul, 1-avgust, 10-avgust, 20-avgust va o'rtacha hosildorlikni oladigan bo'lsak, eng yaxshi ko'rsatkichimiz demak 10-avgustda bo'ldi. Jami 3 yillik o'rtacha hosildorligimiz 40,4. Bu jadvalimizda eng past ko'rsatkich esa 20-avgustda, ya'ni 26,6 tonna gektarni hosildorlik belgilandi. Va tovarbopligiga keladigan bo'lsak ham, bunda 10-avgustda 98,5%, 20-avgustda esa eng past ko'rsatkichimiz esa 96,6% ni ko'rsatdi. Yozgi muddatlarda soatbop sholg'om ko'chat navi iqtisodiy samaradorligini ko'rsatkichlariga keladigan bo'lsak, bunda ham jami xarajatlarimiz va rentabilik darajasini oladigan bo'lsak, demak, 3-muddatda, ya'ni 10-avgustda 9.919 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, eng past ko'rsatkichimiz esa 7.849.000 ni tashkil qildi. Va rentabilik darajasiga keladigan bo'lsak, 180,9% bo'lsa, 20-avgustda 4-muddatimizda esa 133,7% tashkil qildi. Yozgi ekish muddatlarida soatbop sholg'omning ko'chat navi ildiz mevasining biokimik sifat ko'rsatkichlari, ya'ni bu biokimik sifat ko'rsatkichlar nitrat, vitamin C, qand quruq moddalarni aniqlaganimizda eng yaxshi ko'rsatkichimiz bo'lsa 2-muddatda, ya'ni 77,8 nitrat, 48,5 va qand miqdoriga keladigan bo'lsa 4,2. Ya'ni bu ko'rsatkichimizda eng past ko'rsatkich demak 4-muddatda, ya'ni 68,2 nitrat, 42,3 vitamin C va qand miqdori esa 3,1. Quruq modda esa 11,5. Yozgi muddatda barg sholg'om darmon navi o'simligining o'sib rivojlanish fazalarining davomiyligiga keladigan bo'lsak, demak, ekish muddatlarimiz 20-iyul, 1-avgust, 10-avgust, 20-avgust. Bu ko'rsatkichimizda ham ko'rinib turibdi. Demak, eng yaxshi hosildorlik bizda yaxshi bo'lgani 35 kun, ya'ni 20-iyulda kuzatildi va eng past ko'rsatkichimiz esa 20-avgustda 40 kun muddatda hosildorlik yig'ishga hosil yig'ish muddati aniqlandi. Demak, yozgi muddatlarda barg sholg'om darmon navining bargini o'sish ta'siri
Bunda ham barg uzuli, barg eni va barg soni. Demak, bu rasmimizda ham ko'rinib turibdiki, 20-iyulda, ya'ni eng yaxshi ko'rsatkichimiz, eng past ko'rsatkichimiz esa 4-muddatda, ya'ni 20-avgustda. Demak, barg uzunligiga keladigan bo'lsa 31,2 sm va barg eniga 14,6 va 9,1 sm barg soni. Demak, bunda ham 4-muddatimiz eng past ko'rsatkich. Yozgi muddatlarda barg sholg'omning darmon iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari va ko'rsatkichlariga keladigan bo'lsak, bunda ham jami xarajatlarimiz va rentabilik darajasi. Demak, bunda ham darmon navida aniqlandiki, demak 4 ta muddatda birinchi muddatimiz 20-iyulda eng yaxshi ko'rsatkich bo'ldi. Bunda 6,520,000 bo'lsa, 4-muddatga borib tushib ketdi, ya'ni 5,905,000. Rentabilik darajasiga keladigan bo'lsak, 98,9, 4-muddatda esa 71,7% ni ko'rsatdi. Xulosalar. Qoraqalpog'iston Respublikasi sog'liqli va barg sholg'omning morfologik xususiyatlari hamda hosildorligi bahorgi va yozgi ekish muddatlarining ta'sirini aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra. Birinchi olib borilgan tadqiqotlarda salatbop sholg'omning gulshat va darmon navlarida ishlab chiqarishda tavsiyalarni o'qisa bo'lmaymi bo'ladi? Muhtaram rais, faqat xulosalarni emas, ishlab chiqarishga tavsiyalarni. Qoraqalpog'iston Respublikasi ob-havo va tuproq iqlim sharoitida sholg'om yetishtirishda yuqori samaradorlikka erishish uchun fermer va dehqon xo'jaliklariga, ya'ni birinchi bahorgi optimal ekish muddatlarida salatbop sholg'omning gulshat navi va barg sholg'omning darmon navi 20-aprelda ekish tavsiya etiladi. Yozgi mavsumda esa salatbop sholg'omning gulshat navini avgust oyining birinchi dekadasi 1-10 avgust, barg sholg'omning 1-10 avgustda gulshat navi, darmon navida esa 20-iyul muddatda ekish tavsiya etiladi. Diqqatlaringiz uchun rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat. Xo'p, hurmatli Milliy kengash a'zolari, desertlar ma'ruzasini tugatdi. Marhamat. Kimda qanaqa savollar bor? Savol berishlaringiz mumkin. Onlayn, offlayn qatnashadiganlar. Marhamat. Kim gapiradi? Mumkinmi menga? Vladimir Ishevich, kitob xo'jaligi fanlari doktori, professor. Marhamat. Mumkinmi menga? Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, muhtaram rais, ilmiy kengash a'zolari. Ijozatlaringiz bilan dissertantga menda 9 ta savol bor edi. Shuni taqdim etsam. Birinchidan, Musoga juda yaxshi doklad bo'ldi, qiziqarli, juda yaxshi tushuntirib berdi, juda tushunarli bo'ldi. Mening birinchi savolim, siz o'rgangan salatbop hamda barg sholg'omning ilmiy nomi qanday yuritiladi? Ilmiy nomi, lotincha nomi. Rapa deb nomlanadi. Tushundingizmi? Brassica rapa. Brassica rapa. Bu salatbobi shunday yuritiladimi? Barg sholg'om shunday yuritiladimi? Salatbop sholg'omda Brassica rapa, barg sholg'omda esa Brassica Yaponika. Yaponikami? yo'q, Brassica rapa. Ya unisida ham raznovidностьni ko'rsatish kerak-da shuning uchun. Mayli. Brassica rapa dedingiz, bu o'zi katta gap. Ikkinchi savolim. Bahor va yozgi muddatlarda ekilganda o'tmish toshlar nima bo'ldi? Ikkala muddatda ham har xil o'tmish toshlar bo'ldimi? Bir xil o'tmish tosh ekin bo'ldimi? Предшественник. Bahorgi savol. Ekin o'rniga salatbop barg sholg'om ekdingiz. Nimaning o'rniga ekdingiz? Takroriy ekinda, masalan, takroriy ekinda har xil bo'ldi. G'alladan keyin ham ekdik, takroriyda. O'tmish tosh nimalardan. Bahorgidachi? Bahorgida endi ko'pincha bizda xabaringiz bor, endi birinchi marta bo'lgani uchun bir xil ekinga ekdik, lekin oldin to'g'ri u yerda boshqa sabzavot, boshqa poliz turlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin endi to'g'risini aytganda baribir har xil nimalardan keyin ekildi. Tushunarli. Demak, har xil ekinlar o'tmish tosh bo'lganda, keyin
Mana ishni ko'rdim, juda ham yaxshi yozilgan, lekin ekish sxemasi me'yori haqida men ma'lumot topolmadim-da. Endi Sxema pasiva и norm vысыва. bizada ekish sxemasi bo'yicha savolingiz uchun rahmat. Bizlar ekish sxemasi bo'yicha to'g'ri bizlar dissertatsiya ishimizda ko'rsatilmagan, lekin biz bir sxemada olib bordik, ya'ni 50 ga 20, 12 santimetrlikda. Ya'ni o'sha egatlar orasi 20 santimetr, egatlar ustidagi qatorchalar kengligi 10-12 santimetr, o'simliklar orasi va bo'lmachalar ikki qatorlikda bo'lib bekilgan. Bir xil sxemada olib borganmiz siz. Bir xil sxemada ekish me'yori qanday bo'ldi? Ikkita turda, mana qarang-da. Salatbopda barida ekish me'yorlari bir xil bo'ldimi? Bir xil bo'ldi. Tushunarli. Keyingi savolim. Ekish muddatlari saqlanuvchanligiga ta'sir ko'rsatdimi? Ekish muddatlari. O'rgandingizmi saqlanuvchanligini? To'kak bo'lib qolishiga. Yo'q, biz bu bo'yicha saqlanuvchanligini o'rganmadik. Keyingi ishlarimizda o'rganamiz. Mayli. Mana hosildorlik. Salatbopda 40 tonna bo'layapti. Barik sholg'imda 18 8 bo'layapti. Barik sholg'imda faqat barik fasldorligini aniqladingizmi? Faqat barik fasldorligini aniqladik. Barik sholg'omda. Shuning uchun shunday-a? Tushunarli, mayli. Keyingi savolim. Biokimiyaviy tarkibini o'rganibsiz. Bu juda ham yaxshi gap. Nitratni ham aniqlabsiz. Lekin qandni qanday qilib aniqladingiz? Shakarni, sahar, как вы определяли? Endi bilasizmi ustoz, biz qand miqdorini aniqlaganimizda biz laboratoriya sharoitida aniqlaganmiz. Lekin bunda 3 ta usulda asosiy qand miqdorini Betran usulida aniqlangan. Bertran, ha? Saharometrda aniqlamadingiz. Yo'q, Betran usulida aniqladik. Tushunarli. Tushunarli. Keyingi savolim. Barik sholg'omning qimmatli xo'jalik belgilari degansizda avtoreferatda. Qimmatli xo'jalik belgilari. Хозяйственный ценные признаки. Nimalar kiradi xo'jalik qimmatli belgilariga? Rahmat savolingiz uchun ustoz, qimmatli xo'jalik belgilariga, ya'ni o'sha sholg'omning tovarbopligi, oziqobopligi, bargning katta kichikligi va ildiz mevaning shakli, balandligi, eni, tez pisharligi hosildorlikka kiradi. Tushunarli. Keyingi savolim. Tajriba o'tkazgan dalaning tuprog'i, sho'rlanish tipi va darajasi qanday bo'ldi? Rahmat savolingiz uchun. Ustoz, bizlarda Qoraqalpog'iston sharoitida 3 ta tipga bo'linadi. Ya'ni o'ta kuchli sho'rlanish, o'rta sho'rlanish va past sho'rlanish tipiga kiradi. Ya'ni men tadqiqot olib borgan ilmiy tadqiqotimda esa Nukus tumani, ya'ni u yerda Centrozomni o'rta sho'rlanish tipida olib borildi ustoz. Tushunarli. Keyin mana qarang-da, sholg'om sho'rga chidamlimi? Lavlagi sho'rga chidamlimi? Ikkalasi ham sho'rga chidamli, endi u sho'rini Qaysi biri sho'rga chidamli? ancha lavlagi chidamliroq bo'lsa kerak. Sholg'om endi yangilik bor, nima qilyapti? Endi bu yog'ini aniqlab ko'ramiz ustoz. Rahmat, to'g'ri javob. Oxirgi savolim. Mana sho'rlanishga qarshi, mana haqiqatan ham sho'rga lavlagiga nisbatan chidamsizroq deyapsiz-da. Mana sho'rga chidamligini oshirish uchun qanday agrotexnik tadbirlar qo'lladingiz? Demak, bizda Qoraqalpog'iston sharoitida sho'rlarga chidamli va ekin ekish bo'yicha bizda agrotexnik xabaringiz bor ustoz. Qoraqalpog'iston sharoitida bizda yerlarni ekishdan oldin 2 marotaba kamida sho'r yuvish olib boriladi va o'sha sho'r yuvilgandan keyin borib esa o'sha ekin ekishga foydalansak bo'ladi. Demak, biz o'sha ekishdan oldin sho'r yuvib olganmiz. Birinchi masala. Rahmat, boshqa savolim yo'q mening, Rustam aka. Rahmat, Toshtemir Ishevich. Marhamat. Savol beradiganlar bo'lsa, onlayn, offlayn. Jo'raxon Nursayevich qo'l ko'taryaptilar. Marhamat. Qishloq xo'jaligi Qiziqarli mavzu ekan shekilli, savollar uncha ko'payib ketdi. Marhamat, Jo'raxon Nursayevich gapirasizmi? Mikrofonni qo'shing.
boya qo'shib qo'yib gapirdingiz, endi Ha, ha. gapiraman. Uzr. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli qatnashchilar. Meni talabgorga ba'zi savollarim bor. Birinchisi, mayli, siz hosildorlikni o'rgangansiz salatbop barg sholg'omda. Endi shunda barg sholg'omni tovarbopligi bo'yicha qanday talablarga javob berish kerak? Shu birinchi savol. Tushunarlimi savolim? Tushunarli. Rahmat savolingiz uchun ustoz. Barg sholg'omning tovarbopligi bo'yicha birinchi navbatda o'sha eng qisqa qilib aytadigan bo'lsak, demak o'sha barg sholg'omning sog'lom bo'lishi va barglarning toza bo'lishi, sifatli bo'lishi va standartga to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni bunda toza, sifatli bo'lishi va standartga javob berish kerak. Yaxshi. Ikkinchi savolim shundan iborat. Salatbop va bargli sholg'omlarning hosildorligi va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha siz o'rgangan salatbop sholg'om va barg sholg'om qaysi mavsumlarda yaxshi natija berdi? Mavsum o'rgangansizki, Bitta mavsumda o'rganganman. Rahmat savolingiz uchun ustoz. Demak, bahorgi muddatda va takroriy muddatda o'rganganmiz. Bizda yaxshi ko'rsatkich bo'ldiki, takroriy muddatda yaxshi effekt bo'ldi ustoz. Xo'p. Ya'ni yozgi. Uchinchi savolim. Mana shu yangi, endi O'zbekistonda bular yangi ekin hisoblanadi. Mana shu ekinlarni yetishtirishda siz qaysi o'g'itlardan asosan foydalandingiz va qanday normalarda? Savolingiz uchun rahmat ustoz. Demak, sholg'omni yetishtirishda avvalambor gektariga 15-20 tonnada chiqindi go'ng mineral o'g'itlar bilan sarflaganmiz va azot 200-210 kilogramda gektariga va fosfor esa 170 kilogramda, kaliy xlor esa 100 kilogram miqdorida sarflaganmiz. Normada. Yaxshi, yetarli, menda bo'ladi shu 3 ta savol. marhamat. Bo'ldi. Rahmat. Onlayn ishtirok etadiganlar, offlayn ishtirok etadiganlar. Marhamat, professor Sobir Sanayev. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ularga bir 3-4 ta savolim bor, agar ma'qul desangiz. Birinchi savolim shundan iborat. Namunalar degansiz, o'sha namunasimi, nimani anglatadi? Rahmat savolingiz uchun ustoz. Demak, namuna deganimiz bu seleksiya usuli bilan yaratilgan, ya'ni aniq genetik morfologik xususiyatlarga ega madaniy o'simliklar gruppasiga kiradi. Namuna deganimizda bu bir xil genetik tuzilishga ega, lekin o'simliklarni chalgishtirish orqali olingan organizm. Ikkinchi savolim, mana urug'larning dala unuvchanligi deyapsiz, u qanday bo'ladi? Bu tuproqning sho'rlanishiga bog'liqmi, bog'liq emasmi? Buni qanday izohlaysiz? Tuproqning sho'rlanishiga bog'liq. Haqiqatan ham rahmat savolingiz uchun. Demak, biz o'sha ikkita ekinni ham olib tadqiqot qilganmiz. Demak, bunda ikkalasida ham dala unuvchanligida deyarli bitta bo'ldi. Salatbopda ham va darmon barg sholg'omda ham. Endi tuproqning tahlillari bo'lsa, endi bizlarda o'sha tadqiqot davomida o'rganganmiz va o'sha tuproq qatlamlarida 5 ta joydan tahlillar olib, o'shani laboratoriya sharoitida aniqlaganmiz. Demak, uni sostavidagi fosfor miqdorlarini va azot miqdorini aniqlab kiritganmiz. Endi uchinchi savolim, mana Qoraqalpog'iston sharoitida bu ekinlarni o'rganyapsiz-da. Navlar soni juda ham kam, cheklangan. Balki ko'proq navda olgan ma'qulmi? Nimaga navlar juda kam olgansiz? Chunki 10 dan ortiq, ayrim joylarda 20-30 ta bilan o'rganiladi-da. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Haqiqatan biz faqat darmon navi, gulchaq navi bilan shug'ullanganmiz. Negaki bizning dissertatsiya ishimizda shu ikkita nav ko'rsatilgan. Kelgusi ishlarimda Xudo xolasa shu sholg'omni qolgan navlar bilan, ko'proq navlar bilan
kelgusi ishimda shug'ullanaman ustoz. Yana bitta savolim bor, oxirgisi. Umuman olganda ishingizning ilmiy yangiligi nimada? Qisqacha ravon qilib aytib. Rahmat savolingiz uchun ustoz. Ishimning ilmiy yangiligi, ya'ni bu ilk bor Qoraqalpog'iston sharoitida olib borilgan noan'anaviy ekin. Haqiqatan ham buning morfologik, biologik xususiyatlari va bahorgi yozgi mavsumda turli muddatlarda ekilgan o'sha va barglarning biokimiy tarkibi hamda samaradorligi aniqlangan. Rahmat, menda boshqa savol yo'q. Rahmat, Sobir aka. Marhamat, Zoomda ishtirok etadiganlar. Kimga savollar bor? Agar hurmatli rais mumkin bo'lsa, menda bir ikkita savollar bor. Bu tabiiy, chunki men shug'ullanganman bu salat boshlagan bilan. Mendan boshqa ham shug'ullanganlar bor. Hozir Lekin birinchilik bo'lib bizlar shug'ullanganmiz, endi navlarimiz ham borda. Shuning uchun dissertantga birinchi savolim. Salat va bor sholg'om mana Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ko'p ekiladi va ko'p iste'mol qilinadi-da. Buni o'zi qanaqa qimmatli tomonlar bor inson salomatligi uchun, uni oziqlanishida. Nima uchun ko'p iste'mol qiladi bular? Savolingiz uchun rahmat ustoz. Demak, salatbop sholg'omda salatbop sholg'om, barg sholg'omda haqiqatan ham miqdorida vitaminlar, elementlar, mikroelementlar juda ko'p. Ya'ni bu immunitet mustahkamlashi bilan va o'sha kasalliklardan oladigan bo'lsak, ularga ham ko'p yordam bor. Oshqozon, ichak kasalliklariga va albatta toshma, teri kasalliklariga ham shifobor xususiyatlarga ega ustoz. Yaxshi, ikkinchi savolim shu salatbop sholg'omda ildiz meva vazni yoki uning o'lchamlari bilan barglar soni o'rtasida qanaqadir bog'liqlik borligini tadqiqotlaringizda kuzatdingizmi, yo'qmi? Rahmat savolingiz uchun. Korrelatsion bog'liqlik bor ustoz. Qanday? Katta, kichik, yuqori, past, o'rtacha. Gaplar. Kuchli korrelatsion bog'liqlik bor ustoz. Nima bilan nimaga? Ijobiy, ha? Ijobiy. Yana bir savolim bor edi, bu ekish sxemasi bo'yicha domla Ostonaqulov savol berib qo'ydi mendan oldin. Buni eshitdim. Demak, lentasi ikki qatorli qilib ekilganda pushta ustiga. Endi yana bitta savol, mana siz laboratoriya sharoitida sho'rga chidamligi o'rgangansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bu yaxshi. O'sha dala unutchanligi bilan ikkalasi o'rtasida qanaqadir bog'liqlik bo'ldimi? Ikkita o'rgangan edingiz-ku, natriy sulfat, nimaiki ikkinchisi sulfatli xloridli. Dala izotoplariда xloridli sho'rlar ichma sulfatlimi, karbonatimi qanaqa bog'liqlik bo'lgan haqida so'rayman. Demak, bizlar o'sha laboratoriya sharoitida, dala sharoitida o'rganganmiz. Ikkalasiga bog'liqligi, lekin bizlarda laboratoriya sharoitida aniqlaganimizda 3-5 kun nimazda 10 chiqdi. Demak, bizlarda birinchi o'chiribda o'sha disirlangan suvda, ya'ni laboratoriya sharoitida 10 chiqishi. Sizda dalalarda bor shunaqa sho'rlanish, o'sha uchun shunaqa sun'iy fon qilib o'rgandingiz. Bog'liqlik bor. Yana bitta savol mumkin bo'lsa, shuni degustasyon bahosi nima o'rganilganmi? Ta'mi, mazasi o'sha bizda oddiy sholg'omlarimiz bor, mana o'zimiz yetishtiradigan Samarqand mahallisi, Namangan mahallisi degan navlar bor. Shular bilan birga solishtirib degustasyon baholaganmisiz nima sholg'omni? Savolingiz uchun rahmat ustoz. Haqiqatan bu degustasyon aniqlangan bizada o'sha o'zimizda Agrar universitetida meva sabzavotchilik kafedrasida komissiya sostavi tuzilgan. Bu bo'yicha to'g'ri, faqat bizlar darmon navi bilan gulshat navini degustasyon balli sistemada qilib o'tkazganmiz. Buni ilova qilib dissertatsiyaga ham berganmiz, qo'shganmiz. Qarang. Bunday deyapti. Qizil sholg'om bor. Sariq sholg'om bor.
Sizniki miyasidan oq sholg'om. Uchalasini degustasyon qilib yeb ko'rganda sizni sholg'omingiz rizkaga o'xshamli yeb yuboriladimi? Bularga o'xshagan achchiqroqmi? Yoki bularni yeb bo'lmaydi, buni yeb bo'ladimi degan mazmunni savol beradi. To'g'rimi? Muzaffar aka shunaqa mazmunlar. Solishtirgan holda shundan kelib chiqdi. Demak, sizni sholg'omingizni nima qilsa bo'ladi? Yesa bo'ladi. Shunday gapiringda shundan javob kutyapti. Men boshqa savolim yo'q. Rahmat. Hurmatli Zoomda ishtirok etadiganlar, bormi savollar? Bahodir Salomovich, marhamat. Savolim bor edi. Bu ekin turingiz qaysi muddatlarda ekilganda bozor talabi yuqori bo'lyapti? Bu ekinlarni muddatda, demak, yozgi bahorgi muddat va yozgi muddatda ekkanimizda eng yaxshi tabarbobligi ham va o'sha tuzilishi ham, ko'rinishi ham yaxshi bo'ldiki, demak bu yozgi muddatda. Yozgi muddatda. Yozgi muddatda issiqda buni hosildorligi yuqori bo'ladimi shunda? Yozgi muddatda ekkanimizda biz baribir buni vegetatsiya davri davomida, ya'ni o'sha oktyabr, sentyabr oyidan o'tgandan keyin bu o'zi salqinsevar o'simlik, shuning uchun bizlarda yaxshi effekt berdiki, o'sha yozgi muddatimizda tabarbobligi ham, sotilishi ham va aholiga o'sha paytda yetkazib berishga qulay vaziyat bo'ldi o'sha yozgi muddatimiz. Ustoz. Keyingi savolim avtoreferatda tadqiqotning amaliy natijalarida Qoraqalpog'iston Respublikasi tuproq iqlim sharoitiga deyapti, salabot va barg sholg'omning morfobiologik va xo'jalik xizmati belgilari urug'larining laboratoriya va dala unuvchanligi aniqlangan deyapti-da. Shunda ikkita tajribada ham laboratoriyada o'rganildi, ham dalada unuvchanligi o'rganilgan. Ikkita nimada o'rgangan, laboratoriya sharoitida ham, dala sharoitida ham. Laboratoriya sharoitida boya aytib o'tib ketdim, o'sha drenaj suv 5 ta nimada qilganmiz, natriy xlor 3,03-0,5% da. Dalada uni chiqishini o'rganganmiz. Dalada uni chiqishini o'rganganmiz. Ikkita tajribada biz. Marhamat, yana savollar bormi? Bahodir Salom. Tushunarli, yetarli. Rahmat. Hurmatli Zoomda ishtirok etadiganlar, yana savollarimiz bormi? Yetarli. Yaxshi, rahmat. Marhamat, zal bilan ishtirok etadiganlar, kimga qanaqa savollar bor? Yaxshi bo'lardi. Marhamat. Endi mana bu yangi ekin turi, umuman O'zbekistonda kimlar ishlagan shu soha bo'yicha? Muzaffar aka ham ishlagan. Ana shu yo'nalishlar bo'yicha kimlar ishlab borib, ishlagan, shulardan nima farqi bor? Demak, haqiqatan to'g'ri aytasiz, ustoz, rahmat. Bu bilasizmi, ustoz? Bu bo'yicha sholg'om bo'yicha Muzaffar aka ishlaganlar, Aromi va Turdiqul ishlaganlar, hamda Rahmat Anvar akalar ishlagan bu bo'yicha. Demak, mani ishimni bulardan farqi shundaki, ustoz, bu birinchi marta ilk bor Qoraqalpog'iston sharoitida ekildi va oldin bular sholg'om bo'yicha o'rganilganda, bular O'zbekiston, ya'ni Toshkent viloyati sharoitida o'rgangan, hammalarga ham, amanda esa farqi shunda, Qoraqalpog'iston sharoitida ilk bor, ya'ni o'sha boyaga aytganimiz shu o'rgatishdan. Mana mana shu savol sholg'om o'zi o'rganganmiz takroriy muddat ekan. Sizlar bahorda yapsiz. Muddatlar nimaga asosan deydi? Aprel oyida nimaga asosan deydi? Rahmat savolingiz uchun. Bizlar bilasizmi, Qoraqalpog'iston sharoitida demak, o'sha yerlar sho'rlangani bo'lishi hamda o'sha ekishdan oldin sho'rni yuvishimiz bo'lganligi sababli va dehqonlarimizning ekish muddati o'shanga to'g'ri kelganligi uchun, ya'ni o'sha aprel oyiga o'shanda boshlab bizlar shuni o'zimizga muddat qilib olganmiz va o'sha har 10 kun muddatda ekib olganmiz. Bu to'g'ri bahorgi muddat shundan Yetilishdan kelib chiqdi. sho'rni yuvgandan keyin. Marhamat, yana kimda qanaqa savollar bor? İştirakçılar. Marhamat. Professor Alisher aka Shokir. Savolim
o'ttiz to'qqiz kundan 34 kungacha o'zgargan. Hozir bizanikidan Nimani hisobiga bo'lgan desak? Birinchi muddatingizda 39 kunda yetilyapti. Oxirgi muddatingizda 34 kunda yetsin. Bu bahosi. oxirgi muddatda. Demak, bu o'sha sirtqi faktorlarga ta'siri bor, ya'ni o'sha kunlarning sovuq bo'lishi shuni hisobiga 10 kun muddatda ham bir-biridan farq qildirasiz. Quril farq bo'lganda 39 kun bo'lyapti, siganda 34 kunga qisqaryapti. O'zi biologik xususiyati qanaqa? Optimal harorat necha gradus? Optimal harorati o'nib chiqishi 10-17 gradus. Birinchi o'nib chiqishi 5-7 gradus. Usul bilan qo'shilishib esa 17-20 gradusda. Endi kuzgi muddatdagisini avgustda ekkansiz, a? 20-iyuldan 20-avgustgacha bir oy bilan 9 kun muddatda. Bunda necha kun bo'lgan vegetatsiyada? Buni bahorgida 39 kun, 34 kun ahvol. Takroriyda necha kun bo'lgan? Takroriyda barg shalg'omdan keladigan bo'lsak, barg shalg'omda ham 36-38 kundan tashkil qilgan. Salatpop shalg'omda esa 40-42 kundan tashkil qilgan. Bormi? Hurmatli tandan ishtirok etayotgan savol. Mana bir ikkita savol beray. Kelagansizda. O'sha rentabillikni qanday hisobladingiz? Qanday topdingiz? Demak, rentabillikni hisoblashda sof daromadni xarajatga bo'lib, yuzga ko'paytirganimizda rentabillik kelib chiqdi. Bu iqtisodiy samaradorlikni hisoblashga o'zingiz hisobladingizmi yoki kimgadir ma'lumotlardan, kimlardan fikrlab hisob kitob qildingizmi? To'g'ri, savolingiz shu so'z. Buni endi ilmiy rahbarimiz bilan birga o'tirib, birgalikda hisobladik. Texnologik kartalardan ham oldik. Yaxshi, dissertatsiya topshirayotgan chog'da qarab qo'yasizlar. Ayrim xatoliklar bor. Bo'lmasa, mana shu bitta savolim bor edi, o'sha joyi bir xato bo'ldi. Marhamat, savol agar bo'lmaydigan bo'lsa, men so'z navbatini ilmiy rahbarga beraman. Yo'qmi boshqa savol? Yetarlimi? Demak, hurmatli Zoomdan ishtirok etadiganlar, onlayn offlayn ishtirok etuvchilar yetarli degan taklif tushyapti. Nima deysizlar? Yetarli, demak, yetarli bo'ladigan bo'lsa, so'z navbatini rahbarga beraman. Do'stlar, so'z Ismoilov, marhamat. Assalomu alaykum. Yana bir marta hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, qatnashchilar. Mana hozir eshitdik, Musa Jibiyetovni o'zini ilmiy tadqiqotlarini gapirib berdi. Endi ularni ishini yutug'i deb o'ylayotganim shuki, Qoraqalpog'istonning o'sha o'ziga xos ekstremal sharoitlarida umuman yangi Qoraqalpog'iston uchun yangi bo'lgan noan'anaviy ekinlar, salatbop va barg shalg'om. Nima uchun biz ekinlarni tanladik? Sababi mana shu aholini o'sha Orol bo'yida qiyin sharoitlarda yashayotganini inobatga olib, bu yerda servitamin mahsulotlar, aynan o'sha yuqorida o'zi ham javob berganda aytdi, immunitetni ko'taradi, ya'ni antioksidant xususiyatlarga ega bo'lgan yangi mahsulotlar bilan ta'minlash va aholini salomatligini muhofazalashda bu narsalarni, bu ekinlardan olinadigan mahsulotlarni qimmati yuqori deb o'ylaymiz. Shuning uchun mana ikkita bu yerda mana tadqiqotlar rejasida ikkita mavsumda ham bahorgi ham yozgi mavsumda o'rgandik. Sababi bahorgi mavsumda ham mana o'rganib o'sgan maqsad erta bahorgi vaqtda yetishtirsak, o'sha yoz mavsumida
buni ham misol uchun salatbop sholg'omni oladigansiz ham bargi ham ildiz mevalari iste'mol qilinadi. Barg sholg'om albatta buni bargini o'zidagi vitamin xususiyatlari, o'ziga xos aminokislotalarga boy bo'lganligi uchun shu ekinlar tanlab olingan. Endi Musa Jalibetov o'ziga keladigan bo'ladigan bo'lsam, tajribalarni o'tkazish metodikasini o'zlashtirib oldi. O'sha ilmiy adabiyotlar, chet el adabiyotlari, xorijiy adabiyotlar, o'zimizdagi ilmiy manbalardan foydalanib, ularni tahlil qilishni o'rgangan. Shu bilan birga tadqiqotlardan olingan natijalarni statistik ishlov berish, o'sha korrelatsion bog'liqliklarni aniqlash bo'yicha malakaga ega bo'ldi. Endi ishni sevarligi, o'sha ilmga bo'lgan chanqoqligi, qobiliyati, eng asosiysi o'zini oldiga maqsad qo'yib harakat qilishi, o'sha birinchi navbatda mana shuni o'ylayman, yoshlarda aniq maqsad sari harakat qilib, izlanib, ishlarni bajarishga muvaffaq bo'ldi. Endi mana o'zi Qoraqalpoq millatiga mansub bo'lsa-da, mana o'zbek tilida ravon gapirib, dissertatsiyani ham ko'rgan bo'lsangizlar, avtoritetlarda o'sha o'zbek tilida ravon yozib taqdim etgan. Hozirda Sabzavot poliz ekinlari va kartoshka tadqiqot instituti Qoraqalpog'iston tajriba stansiyasida ilmiy va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari vazifasida ishlab kelyapti. Shuning bilan birga Qoraqalpog'iston agrotexnologiyalar, qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutida meva sabzavotchilik kafedrasida ham talabalarga, yoshlarga ta'lim berib kelmoqda. Endi men umid qilamanki, hozir kelajakda mana shu hozir Xudo xolasa qo'llab-quvvatlasalar izlab, kelajakda yetuk ilmiy pedagog kadr bo'lib, Qoraqalpog'iston yoshlarini tarbiyalashga, ularni ilmiy ishlarga qiziqtirishga va o'sha keyinchalik mana shu ishlarini davom ettirib, yangi shogirdlar tayyorlashga o'zini munosib etaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, Zubayeva. Bu navbatdagi so'z navbatini demak rasmiy opponentga beramiz, birinchi opponentga. Shularni qismatish qatnashmaganliklari sababli ruxsat bersanglar haqimizda ilmiy kotib eshittiradi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari, ruxsatlar bilan Toshkent davlat agrar universiteti sabzavotchilik va issiqxona xo'jaligi tashkil etish kafedrasi professor, qishloq xo'jaligi fanlari doktor professor Ahmedov Shuhrat Ismatovichni rasmiy opponent sifatida takliflarni o'qib eshittirsin. Jalibetov Musa Ayaberganovich salatbop va barg sholg'omning morfobiologik xususiyatlari hamda hosildorligi bahorgi va yozgi ekish muddatlarini ta'sirini aniqlash Qoraqalpog'iston sharoitida mavzusidagi 06/01/06 sabzavotchilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi va avtoreferatiga rasmiy opponent taklifi. Aholining sog'lom ovqatlanishini vitaminlarga va mineral tuzlarga boy bo'lgan yangi turdagi noan'anaviy sabzavotlar assortimentini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Sholg'om sabzavot ekinlari orasida o'zining tez yetilish xususiyatlari, yoqimli shirin mazasi va yuqori ozuqaviy qiymati bilan alohida ahamiyatga ega. Uning shunday fazilatlari mazkur mahsulotlarning keng miqyosda yetishtirilishida va bozorda yuqori talabga ega bo'lishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda salatbop va barg sholg'om Yevropaning bir qator mamlakatlarida va Rossiya Federatsiyasida yetishtirilib, yangi navlar yaratilmoqda. Respublikaning har bir hududi tuproq iqlim sharoitlarida noan'anaviy ekinlarni yetishtirish orqali mahalliy aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini to'laqonli qondirish bugungi kunda savdochilikdagi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ushbu dissertatsiya tadqiqotlari Qoraqalpog'iston Respublikasi xos tuproq iqlim sharoitida yangi noan'anaviy hisoblangan ekinlar salatbop va barg sholg'om navlarining morfobiologik xususiyatlari hamda ularning xo'jalik
xo'jalik uchun yangi muhim bo'lgan belgilarini o'rganish, bahorgi va yozgi mavsumlarda mazkur ekinlarni ekish muddatlarini aniqlash kabi dolzarb masalalarga qaratilgan. Dissertatsiyada keltirilgan ilmiy tafsilotlar asosiy natijalari. Mazkur dissertatsiya ishi kirish qismi 4 ta bob, xulosalar, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan iborat bo'lib, umumiy hajmi 118 betni tashkil etadi. Tadqiqot materiallari bilan tanishish jarayonida dissertant tomonidan katta hajmda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari ularning tizimli va maqsadli yo'naltirilgan. Ushbu dissertatsiya bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalar institutining mevachilik, sabzavotchilik va polichilik kafedrasida amalga oshirilgan bo'lib, ular 8-2 sonli Qoraqalpog'iston sabzavot va polichilik ekinlari turlarini yetishtirishning innovatsion texnologiyalarini ilmiy asoslash va takomillashtirish mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishlari rejasiga doir. Kirish qismida dissertatsiya ishining dolzarbligi va zaruriyati asoslangan. Dissertatsiya mavzusining O'zbekiston Respublikasi fan va texnologiyalarining ustuvor yo'nalishlariga, ilmiy tadqiqotlar rejalariga mosligi ko'rsatilgan. Mavzu bo'yicha xalqaro ilmiy tadqiqot sharhlari va mavzuning o'rganilganlik darajasi, tadqiqot maqsadi va vazifalari shakllantirilgan. Tadqiqot obyekti va predmeti keltirilgan. Ilmiy yangiligi, amaliy natijalari va ularning ishonchliligi, tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati, joriy etish to'g'risidagi ma'lumotlar, tadqiqot natijalarining chop etilganligi dissertatsiyani hajmini va tarkibida bayon etilgan. Dissertatsiyaning salatbop va barq sholg'onning kelib chiqishi, morfobiologik xususiyatlari, ahamiyati va ekish muddatlari adabiyotlar sharhi deb nomlangan birinchi bobida sholg'onning kelib chiqishi, tarqalishi, klassifikatsiyasi bo'yicha adabiyotlar sharhi keltirilgan. Xorijlik olimlarning sholg'on o'simligining morfologik tavsifi, dunyoning turli mintaqalarida uni yetishtirish texnologiyasi, jumladan ekish muddatlari, ochiq maydonlarda yetishtirishning o'ziga xos xususiyatlari keng tarqalgan davlat to'g'risida ma'lumotlar tavsiflangan. Dissertatsiyaning tadqiqot o'tkazish sharoiti, uslubi va obyekti deb nomlangan ikkinchi bobi yuzasidan dala tajribalari o'tkazilgan joyning tuproq iqlim sharoiti, tadqiqot maqsadi, vazifalari, obyekti hamda tajribalarni o'tkazish uslublari, tajriba ma'lumotlariga matematik va statistik ishlov berish tartibi bayon etilgan. Dissertatsiyaning Qoraqalpog'iston sharoitida salatbop va barq sholg'onning ekish muddatlarini aniqlash deb nomlangan 3-bobining salatbop sholg'on va barq sholg'on urug'larini laboratoriya unutganligi va o'tish quvvatini aniqlash bo'limiga sholg'on urug'larini laboratoriya sharoitida turli konsentratsiyadagi eritmalarda unumchanlik natijalariga baho berilgan. Salatbop va barq sholg'omni bahorgi ekish muddatlarining o'simliklar rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri deb nomlangan 3-2 bo'limida Qoraqalpog'iston Respublikasi iqlim sharoitida urug'larning dala unumchanligiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Salatbop sholg'omdan bahorgi muddatlarda ekib yuqori va sifatli hosil olish uchun gulshot navini 10-20 aprelda ekish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlangan. Ushbu muddatda uning umumiy hosildorligi 37,8 tonnaga, tabarruk hosildorligi 36,38 tonnaga tashkil etgan. Eng maqbul 10 va 20 aprel ekish muddatlari barq sholg'onning darmon navi hosildorligi 13,14 tonnaga tashkil etgan. Yozgi ekish muddatlarida salatbop sholg'onning o'sib rivojlanishi va hosildorligiga 3 bo'limida salatbop sholg'onning bargi va mevalarining morfologik belgilarini o'rganish natijalari keltirilgan. Salatbop sholg'onni o'rganilganlik yozgi muddatlarda umumiy hosildorligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich 3-muddatda 10-avgustga kuzatilgan va u 40,4 tonna tashkil etgan. Yozgi muddatlarda ekilgan barq sholg'onning darmon navi hosildorligi ekish muddatlariga qarab turlicha bo'lgan. Eng yuqori hosildorlik 20-yilda olingan va u 18,8 tonna tashkil etgan.
Dissertatsiyaning 4-bobi Qoraqalpog'iston sharoitida san'atbop va sholg'omning biokimyoviy tarkibida ekish muddatlarining ta'siri qismida Qoraqalpog'iston sharoitida turli ekish muddatlarida yetishtirilgan salatbop, sholg'om ildiz mevasi va barglarining biokimyoviy tarkibi deb nomlangan bo'limida bahorgi turli ekish muddatlarida salatbop sholg'om bargining biokimyoviy moddalar tarkibi birinchi muddatda 4-muddatga qarab kamayib borganligi qayd etilgan. Yozgi mavsumda salatbop sholg'om ildiz mevalarining biokimyoviy tarkibi Mana o'chirdim. Bundan qaysi zo'rga? Mana tadqiqotning ilmiy yangiligi ilk bor Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida noan'anaviy ekinlardan hisoblangan salatbop va barg sholg'om har tomonlama o'rganilib, morfologik, biologik xususiyatlari va ularning qimmatli xo'jalik muhim belgilari aniqlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasining o'ziga xos tuproq iqlim sharoitida salatbop va barg sholg'omning urug'larining dala unumchanligi aniqlangan. Salatbop sholg'omning gulshod va barg sholg'omning darmon navlarini bahorgi mavsumda 4ta ekish muddatlarining xususiyatlarning o'sib rivojlanishi hamda hosildorligiga turlicha ta'siri isbotlangan. Salatbop va barg sholg'omning bahorgi mavsumda 20-aprelda, yozgi mavsumda salatbop sholg'omning 1-10 avgustda, barg sholg'omning 20-yilda eng maqbul ekish muddatlari aniqlangan. Qoraqalpog'iston sharoitida bahorgi va yozgi mavsumda turli muddatlarda ekilgan salatbop sholg'om barglari va ildiz mevalari barg sholg'om barglarining biokimyoviy tarkibi laboratoriya tahlillari asosida aniqlangan. Bahorgi va yozgi maqbul ekish muddatlarida yetishtirilgan salatbop va barg sholg'omdan yuqori daromad olish iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Xulosalar amaliy hamda nazariy tavsiyalarning ilmiy asoslanganligi to'g'risida yangiligi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan 15 banddan iborat mufassal xulosalar shakllantirilgan bo'lib, ular tadqiqot davomida qo'lga kiritilgan ilmiy natijalarni to'liq aks ettirgan. Jalim Betir tomonidan ishlab chiqilgan xulosa va tavsiyalar fan va amaliyot, ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida yuqori ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ularni yangi ilmiy ishlanma sifatida ishlab chiqarishga joriy etish maqsadga muvofiq. Xulosalar tadqiqotning mazmun mohiyatini keng qamrab olgan bo'lib, ishlab chiqarishga qaratilgan tavsiyalar esa sohadagi dolzarb muammolarni hal etishga xizmat qiluvchi muhim ilmiy amaliy asoslarga ega. Bundan tashqari, tadqiqot natijalari asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi ro'yxatiga kiritilgan ilmiy jurnallarda maqolalar chop etilganligi, tavsiyanoma ishlab chiqarib amaliyotga joriy etilgani ham mazkur ilmiy ishning amaliy ahamiyati yanada yuqoriligini ko'rsatadi. Dissertatsiya muallifi tomonidan olingan natijalar fan va ishlab chiqarishdagi ahamiyati, tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida yetishtirilgan noan'anaviy sabzavot ekinlari, salatbop sholg'om va barg sholg'om rivojlanishi, morfobiologik tadqiq etilganligi, bahorgi va yozgi mavsumda optimal ekish muddatlari tavsiya etilganligi hamda ushbu ekinlardagi muhim xo'jalik qimmatli belgilari o'rtasida korrelatsion bog'liqlik borligi aniqlanganligi bilan izohlanadi. Dissertatsiya ishiga olingan natijalar asosida mazmun va mohiyatli dissertatsiyani matni, avtoreferat hamda muallif tomonidan chop etilgan ilmiy maqolalarda bayon etilgan va ma'lumot bilan to'liq muvofiqlikka aks etgan. Tadqiqot doirasida belgilangan asosiy maqsad vazifalar to'liq bajarilgan bo'lib, ularga erishishda ilmiy asoslangan yondashuvlar va zamonaviy tadqiqot usullari qo'llanilgan. Shu bilan birga tadqiqotning ilmiy va amaliy yangiliklari amaldagi talablarga to'liq javob beradigan darajada shakllantirilgan.
Dissertatsiya natijalari va xulosalardan foydalanishga doir aniq tavsiyalar. Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida salatbog' sholg'om va barg sholg'omni bahorgi va yozgi mavsumda maqbul ekish muddatlarini aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasi asosida Qoraqalpog'iston tuproq iqlim sharoitida yangi ekilgan salatbog' sholg'om va barg sholg'omning morfologik biologik xususiyatlari hamda moddiy xo'jalik belgilari baholangan. Bahorgi va yozgi mavsumda maqbul ekish muddatlari aniqlanib, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi fermer xo'jaliklariga joriy etilgan. Bo'yicha 9-aprildagi 05/06/02/390 sonli ma'lumotnomasi olingan. Natijada Qoraqalpog'iston Qoraqalpog'iston Respublikasi tuproq iqlim sharoitida salatbog' va barg sholg'omning bahorgi hamda yozgi mavsumda yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi aniqlangan va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Amudaryo tumanidagi va Nukus tumanidagi fermer xo'jaliklariga joriy etilgan. Natijada Qoraqalpog'iston tuproq iqlim sharoitida salatbog' sholg'omning gulshot navini bahorgi muddatlarda yetishtirishda har bir gektar hisobidan 24 million so'm, yozgi muddatlarda 26 million so'm, barg sholg'omning darmon navini bahorgi muddatda yetishtirishda 17,8 million so'm, yoz muddatda esa 22,2 million so'm o'rtacha daromad olish imkonini bergan. Shuningdek, taqriz tayyorlash jarayonida quyidagi ba'zi kamchiliklar mavjudligi aniqlandi. Ularga qarshi kurash Qoraqalpoqdan qaldishyapti, o'sha o'chirib qo'yinglar ovozlarni. Ishning ikkinchi bobida tajriba o'tkazilgan Qoraqalpog'iston Respublikasi tuproq sharoitlari qisqa bayon etilgan. Uchinchisi, tadqiqotlarda ekish muddatlari bilan bir qatorda ekish sxemalari ham o'rganilganda mahalliy sharoitlarda agrotexnik tadbirlar bo'yicha kengroq tavsiyalar berilgan bo'lar edi. Dissertatsiyaning 3-7-jadvaldagi iste'mol uchun yaroqli o'simliklar hosil bo'lishigacha jumlasini mahsulotning texnik pishib yetilishigacha jumlasiga aylantirilishi ilmiyligi yanada ortar edi. Beshinchisi, tajribalarda navlar ko'proq o'rganilganida tadqiqotlar va ma'lumotlari yanada boygan bo'lar edi. Oltinchisi, dissertatsiyada ayrim o'rinlarni ortografik va grammatik xatolar uchrab turibdi. Taqdim etilgan dissertatsiya ishida qayd etilgan mazkur kamchiliklar uning mazmuni, ilmiy va amaliy ahamiyatiga ta'sir ko'rsatmaydi hamda muallifning qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan tadqiqot ishining ilmiy salohiyatini pasaytirmaydi. Chop etilgan maqolalar OAG talablariga muvofiqligi. Dissertatsiya bo'yicha jami 11 ta ilmiy ish chop etilgan. Shulardan Oliy statistika komissiyasi ro'yxatiga kiritilgan ilmiy nashrlarda 4 ta maqola,
Jumladan xorijiy jumlalarda bitta, respublika miqyosidagi jumlalarda 3 ta, xorijiy o'tkazilgan ilmiy anjumanlarda 3 ta, respublika anjumanlarida 3 ta maqola chop etilgan. Shuningdek, bitta tavsiyanoma nashr etilgan. Taqdim etilgan dissertatsiya va uning avtorifati Oliy Attestatsiya komissiyasining belgilangan talablariga to'liq javob beradi hamda 06.01.06 savdochilik ixtisosligiga to'liq mos keladi. Dissertatsiya ishi va avtorefati mazmun jihatdan bir-biriga uyg'un bo'lib, ravon va tushunarli tilda bayon etilgan. Ilmiy ishning og'ir talablariga javob berishi. Jalimbetov, Musa Ayarbergenovning Salatbob va Barq Sholg'onning morfobiologik xususiyatlari hamda hosildorligiga bahorgi va yozgi ekish muddatlarining ta'sirini aniqlash. Qoraqalpog'iston sharoitiga mavzusidagi qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya va uning avtorefati mamlakatimizda oziq-ovqat ta'minoti va xavfsizligini ta'minlash, shuningdek noan'anaviy sabzavot ekinlaridan biri bo'lgan salatbob va Barq Sholg'on mahsuldorligini yetishtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan dolzarb ilmiy ish hisoblanadi. Dissertatsiyadagi tadqiqot ishlari o'zining ilmiy yangiligi, nazariy ahamiyati va amaliy qiymati bilan ajralib turadi. Tadqiqot natijalari amaliyotga joriy etish uchun tavsiya etilgan bo'lib, ular qishloq xo'jaligi sohasida samarali qo'llanilishi mumkin. Dissertatsiya va avtoreferat O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy Attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiya va avtoreferat rasmiylashtirish qoidalari talablariga to'liq muvofiq rasmiylashtirilgan hamda 06.01.06 savdochilik ixtisosligiga to'liq mos keladi. Avtoreferat dissertatsiyaning mazmun va natijalarini to'liq aks etgan. Yuqorida fikrlar asosida talabgor Jalimbetov Musa Ayarbergenovni 06.01.06 savdochilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblayman. Rasmiy apparat Toshkent davlat agrar universiteti sabzavotchilik va issiqxona xo'jaligini tashkil etish kafedrasi professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Asadov Shuhrat Ismatovich. Rahmat. Demak, Shuhrat Ismatovning tahdidlariga munosabat bildirish uchun so'z Musa Ayarbergenovga marhamat. Rahmat. Avvalambor hurmatli ustoz Shuhrat Ismatovga ajratib dissertatsiya va avtorefat ishini ko'rib chiqib, har tomonlama chuqur baholar, ijobiy xulosa berganlari uchun katta rahmat aytmoqchiman. Ko'rsatilgan tavsiya va kamchiliklarni albatta inobatga olaman va qabul qilaman. Ba'zilarga javob bersam. Birinchi bizning ishimizda kasallik va zarar kurandalarga qarshi kurash bilan bog'liq tajribalar mavjud bo'lmaganligi sababli biz kasallik va zarar kurandalarni hamda ularga qarshi kurash choralari bo'yicha umumiy qabul qilingan tavsiyalardan foydalanganmiz. Berilgan tavsiyani to'liq quvvatlaymiz va bu bo'yicha keyingi ishlarimizni rejalashtirganmiz olib borishni. Ikkinchi, dissertatsiya ishining ikkinchi bobida haqiqatdan ham qisqa yoritilganligi. Bunda tashqarida biz tajribalarda tuproq sharoitlari bo'yicha olingan ma'lumotlarni tasdiqlangan holda dissertatsiya ishining ilovalar qismida qo'shimcha keltirganmiz. Uchinchi, mavzu dolzarbligini har tomonlama asoslash, ilmiy yangilikni ko'rsatish va natijalarni amaliyotga joriy etish zarurati to'liq bayon etish lozim deb hisoblaganmiz. Tadqiqotda tajribalar faqat bir x sxemasida, ya'ni 50-20-10 tasvirlangan 12 santimetrda olib borilgan. Shunga qaramay tavsiyani inobatga olib, keyingi ishlarimizda albatta foydalanaman. To'rtinchi, 3-7 jadvalda iste'mol uchun yaroqli o'simliklar hosil bo'lishigacha jumlasini mahsulotning texnik pishib yetishigacha jumlasiga o'zgartirilgan. Beshinchi, dissertatsiya ishida navlarning qisqacha ta'rifini keltirib o'tmaganligi sabab o'rganilgan navlarning aksariyati davlat reyestriga kiritilganligi va umumiy ma'lumotlarning mavjudligi. Bizning dissertatsiya ishimizning maqsad va vazifalari qismida navlar bo'yicha tahlil qilishi keltirilmagan. Bizning tadqiqot ishimizda faqat Salatbob Sholg'onning ko'chat navi va Barq Sholg'onning darmon navlari o'rganilgan. Salatbob berilgan tavsiyalarni qabul qilaman, keyingi ishlarda albatta inobatga olaman. Ko'rsatilgan kamchiliklarni albatta qabul qilib, kelgusi ishlarimda inobatga olaman. Bunda bildirilgan e'tiroz va tavsiyalarga kelgusi ishlarimda ham albatta inobatga olaman. Yaxshi. Rahmat, tushuntirishingiz mumkin. Keyingi opponentga so'z navbatini beramiz.
Demak, so'z navbati keyingi apanim Safarniyozov Inomjon Ortiqboyevich. Hurmatli Zoomda ishtirok etadigan ustozlar taklif ishlayaptiki, o'sha birinchi apaning ishni dolzarbligi, ahamiyati bo'yicha to'liq to'xtalib o'tdi, nimalar berdi. Shunga ikkinchi apaning faqat o'sha kamchiliklarni o'qib eshittirsin degan taklif ishlayapti. Nima deysizlar? Ma'qul. Juda to'g'ri. Yaxshi bo'ladi. Rahmat. Kamchiliklar Assalomu alaykum, hurmatli rais, kengash a'zolari, hurmatli qatnashchilar, zo'rda qatnashganlar, barchangizga ishlaringizda omad tilagan holda tahlilni kamchiliklarni o'qib eshittirsin. Dissertatsiya va avtoreferat bilan tanishish, tahrir tayyorlash davomida ishdagi ayrim kamchiliklar sifatida quyidagilarni qayd eting. Birinchi, dissertatsiya ishi kiril imlosida yozilgan, lekin ayrim grafik va rasmlarda navlar nomi har xil alifboda qolgan. Uni bir xil holatga keltirish kerak. Ikkinchisi, muammoning o'rganilganlik darajasi qismida mahalliy va chet el olimlarining ilmiy ishlaridan yanada ko'proq foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchi, tajribada o'rganilgan navlar va duragaylar tarifi ikkinchi bobda qisqacha berilganida ish yana ham to'laqonli bo'lar edi. To'rtinchi, o'rganilgan ekinlarning suv tanqisligiga bardoshligi bo'yicha ma'lumotlar berilsa, ishning ilmiyligi oshgan bo'lar edi. Beshinchi, dissertatsiyaning xulosalar qismi juda keng yoritilgan, boblar bo'yicha xulosalar kengroq berilganligi uchun bularni ixchamlashtirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Oltinchi, dissertatsiya ishi va avtoreferatda ayrim imlo, grammatik va stilistik xatoliklar uchraydi. Albatta bu kamchilik ko'rsatilib o'tilgan bu kamchiliklar falsafa doktori va dissertatsiya ishining mazmunini va salohiyatini pasaytirmaydi deb baholaydi. Rahmat sizga. Inomjon Ortiqboyevich so'z navbatini demak apaning bildirgan fikrlarga javob berish uchun mustaqil bergani uchun. Marhamat. Avvalambor, Inomjon Ortiqboyevich, hurmatli ustoz, vaqtingizni ayirmasdan shuncha joydan kelgani uchun sizga katta rahmat. Va o'sha dissertatsiya va doktorat ishini ko'rib chiqib, har tomonlama chuqur baholab, ijobiy xulosa berganim uchun sizga katta rahmat. Ko'rsatilgan tavsiya kamchiliklar albatta inobatga olaman va qabul qilaman. Endi ba'zilarga javob bersam. Birinchi, dissertatsiya ishida ayrim grafik va rasmlarda uchragan navlar nomi ayrimlarda botincha nomida keltirilgan o'zgarmas sistematik jumlalar hisoblanadi. Ulardan o'zgartirishsiz foydalanganmiz. Ikkinchi, biz dissertatsiya ishimizni shakllantirish davomida ko'plab mahalliy va chet el olimlarining ilmiy izlanishlar natijalarini o'rganib chiqdik. Bizning dissertatsiya ishimizda muammoning o'rganganlik darajasi mahalliy olimlarning ishlaridan kam foydalanish holatini uchrashiga sabab Salatbop va barcha olimlar ekrani bo'yicha hali to'laqonli tadqiqotlar amalga oshirilmaganligi. Ammo chet el olimlarining ishlaridan keng foydalangan, berilgan tavsiyalarni qabul qilaman, keyingi ishlarda albatta inobatga olaman. Uchinchi, dissertatsiya ishimizning maqsad va vazifalar qismlarida navlar va duragaylar tarixini hamda tahliliga alohida e'tibor qaratilmagan, shu bilan birga berilgan tavsiyani to'liq qo'llab-quvvatlash va bu jihatdan kelgusi ilmiy ishlarda hisobga olish rejalashtirilgan. To'rtinchi, bizning dissertatsiya ishimizning vazifalar qismida suv tanqisligi bardoshligini tahlil qilish keltirilmagan, berilgan tavsiyalarni to'liq qabul qilaman. Beshinchi, dissertatsiya ishimizning xulosalar qismi keng yozilishi asosiy sabab bizning tajribalarimizda asosiy takroriy ekin sifatida ekib o'rgangan, shu bois olingan natijalar ko'p bo'lganligi sabab xulosa qismiga keng yozilgan. Oltinchi, ko'rsatilgan kamchiliklar albatta qabul qilaman va kelgusi ishlarimda albatta inobatga olaman. Bunda bildirilgan e'tiroz va tavsiyalarni kelgusi ilmiy ishlarimda ham albatta inobatga olaman. Bo'ldimi? Yaxshi, talabgorni sizni bergan tahlilingizga javoblarda Inomjon Safarniyozov
Olishga hozir qoldingizmi? Yaxshi. O'tiring. Demak, ish bajarilgan tashkilotning va ilmiy xulosalari, yetakchi tashkilot tahlili, dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferati bo'yicha kengashga kelib tushgan boshqa tahlillarni o'qib eshitish uchun so'z ilmiy kotibga beradi. Marhamat, Rahmat, hurmatli ilmiy kengash raisi, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ruxsatlar bilan Janobiy Musayev bergan dissertatsiya avtoreferati kelib tushgan tahlillar haqida ma'lumot bersam. Dissertatsiya avtoreferati bo'yicha jami 13 ta demak tahlil kelib tushgan. Demak, shulardan 8 tasi O'zbekiston Respublikasiniki va qolgani demak 5 tasi xorijiy davlatlarniki. Jumladan birinchi tahlilimiz O'zbekiston Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya instituti meva sabzavotchilik va polshilik kafedrasi dotsenti Medveyevadan ijobiy. Ikkinchisi O'zbekiston Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti Genov va biotexnologiya laboratoriyasi mudiri, qishloq xo'jaligi falsafa doktori Boysunovdan ijobiy. Uchinchisi O'zbekiston Toshkent davlat agrar universiteti sabzavotchilik va issiqxona xo'jaligini tashkil etish kafedrasi katta o'qituvchisi, qishloq xo'jaligi falsafa doktori Karimovdan ijobiy. To'rtinchisi O'zbekiston Termiz davlat muhandislik va texnologiya instituti meva sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi dotsenti Muqimovdan ijobiy. Beshinchisi Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti Milliy tadqiqotlar universiteti irrigatsiya va melioratsiya kafedrasi professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori Matyakovdan ijobiy. Oltinchisi Andijon qishloq xo'jaligi va texnologiya instituti meva sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi dotsenti, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori Yuldashevadan ijobiy. Yettinchisi demak Qoraqalpog'iston dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti direktorining ilm fan va innovatsiyalar bo'yicha maslahatchisi, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi Nagimetovdan ijobiy. Keyingisi O'zbekiston Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori Eshonqulovdan, qishloq xo'jaligi fanlari doktori Eshonqulovdan ijobiy. Keyingisi Rossiya Federatsiyasi Российский государственный университет народного хозяйства имени Вернадского, кафедра экологии и биоресурсов, доктор сельскохозяйственных наук Гончаровдан ijobiy. Keyingisi Rossiya Federatsiyasi Федеральный государственный бюджетный научный учреждение, Федеральный научный центр овощеводства, ведущий научный сотрудник, руководитель направления семеноведения, доктор сельскохозяйственных наук Musayev ijobiy. Keyingisi Qozog'iston Respublikasi Казахский национальный аграрный университет, исследовательский университет, доктор экономических наук профессор Abayevadan ijobiy. Keyingisi Qirg'iz Respublikasidan Qirg'iz Respublikasi O'sh davlat universiteti, O'shki государственный университет, заведующий кафедрой агрономии и прикладной геодезии, кандидат биологических наук, доцент Muratovadan ijobiy. Keyingisi Ozarbayjon Respublikasi председатель Азербайджанского научно-исследовательского института овощеводства, публичного овощеводства, доктор философии по аграрным наукам Elmar Allohberdiyevdan ijobiy. Bu 13 ta shu dissertatsiya va avtoreferatga kelib tushgan tahlillar edi. Keyingisi yetakchi tashkilot tahlilini o'qib eshitiraman. Yetakchi tashkilot Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti. Demak, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya instituti meva sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi katta o'qituvchisi, qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori Turtiyeva tahlilchi bo'lganlar. Demak, tahlilda keltirilgan kamchiliklar bilan o'qib eshitiraman. Jami 5 ta kamchilik keltirilgan. Jumladan, birinchisi salatbop va barcha olg'onni bahorgi va yozgi ekish muddatlarining o'simliklar rivojlanishi va hosildorligiga ta'sirini o'rganilganda, ular o'rtasidagi korrelyatsion bog'lanishlar bo'yicha ma'lumotlar berilsa, ishning mohiyatini yanada oshirgan bo'ladi. Ikkinchisi, har bir jadval va rasm hamda paragraflardagi nomlar biroz ketma-ketlikda nomerlanganda, ular orasidagi qo'yilgan demak masofalar ham kamaytirilgan bo'ladi. Uchinchisi,
dissertatsiyada hujjat qalinligi bo'yicha ma'lumotlar berilsa ishning mohiyatini orttirgan bo'lardi. To'rtinchisi, vitaminlar bo'yicha ma'lumotlarni olingan vaqti va yillar kesimida berilganda maqsadga muvofiq bo'ladi. Beshinchisi, dissertatsiyada ishlangan matematik ishlovlarni ko'p omillik usulda ishlansa ishning mohiyati va samarasi ochilardi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Ilmiy kotibga savollar bormi? Ma'lumot uchun qabul qilsak bo'ladimi? Rahmat, demak ma'lumot uchun qabul qilamiz. Xo'p. Endi xulosalar berildi, tahlillar berildi. Nimaga endi bu javob berasizmi Musa Ayberganovich ular uchun? Tahlillar uchun yetakchi tashkilot nimasi bor? Demak, yetakchi tashkilot avvalambor shu Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti meva sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi jamoasiga va ustozlarga katta rahmat aytaman. Shu dissertatsiya ishimni ko'rib berib, muhokama qilib, ijobiy tahlil berganligi uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Demak, o'sha tahlilda ko'rsatilgan ba'zi kamchiliklarga o'zimni nimaligimni bildirsam, demak, birinchi dissertatsiyada bobida keltirilgan 3.2 bobida keltirilgan konvensiya bog'liqlik to'g'risidagi dissertatsiyaning 3.2 paragrafida bu bo'yicha konvensiya bog'liqlik to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Ikkinchi, ko'rsatilgan kamchiliklar yuzasidan dissertatsiyaning barcha jadvallarda 2021-23 yillar kesimida o'rtacha yozilgan va ilova qismida ham bir yilni jadvali keltirib o'tilgan. Har biri keltirib o'tilgan. Uchinchi, ko'rsatilgan kamchiliklarning 3-bobida 3 paragrafda ko'chat qalinligi to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan. To'rtinchi, ko'rsatilgan kamchiliklar yuzasidan vitaminlar bo'yicha ma'lumotlarni dissertatsiyada asosiy qismida va adabiyotlar sharhida ko'rsatib o'tganmiz. Beshinchi, matematik ishlovlarni dissertatsiyaning ilova qismida 22 ilovada qo'shimcha qilganmiz. Oltinchi savol yuzasidan ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha dissertatsiya grammatik xatolar bo'yicha ko'rsatilgan kamchiliklar bartaraf etildi. Bo'ldimi? Rahmat, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi ilmiy munozaraga o'tamiz. Kengash a'zolari va majlisda hozir bo'lganlar barchasi shu munozarada ishtirok etishi mumkin. Marhamat, kim so'zga chiqadi? Birinchi bo'lib ilmiy munozara, muhokama qismi. Domla ostona qilib boshlab berish kerak, ko'p savol berdi shu odam. Eshonboy aytyapti, gapirmasam bo'lmaydi. Rahmat, mayli, e'tibor uchun. Endi birinchi o'rinda Rustam aka to'g'risini aytish kerak. Haqiqatdan ham dissertatsiya ishi, dissertant va dissertatsiyaning rahbarlari hamkorlikda ishlagani bilinib turibdi-da. Shuning uchun ham mana rasmiy opponentlar juda ijobiy baholab, ishning ham ijobiy tomonlarini, shu bilan birgalikda kamchilik tomonlarini ham ochib berdi. Shuning uchun rasmiy opponentlarning bergan bahosiga men ham qo'shilaman. Ish haqiqatdan ham juda dolzarb masala. To'g'ri, bu masalani birinchi bizlar kafedrada Aromovning shogirdlari kelib muhokama qilganda yetakchi tashkilot bo'lib, endi u bilmayman necha yil, 15 yil bo'lib ketdimi, ziyod bo'lib ketdimi, muhokama qilib eshitgandikda, balki sholg'om to'g'risida, salatbob sholg'om to'g'risida ular haqiqatdan ham noan'anaviy ekin hisoblanadi. Lekin mana shu noan'anaviy ekinni Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida ilk bor o'rganish ishning yangiligini ko'rsatadigan yo'nalish hisoblanadi. Shuning uchun ham ish o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida ilk bor bajarilgan va juda ham muhim, ham ilmiy, ham amaliy ahamiyatga ega natijalarga erishilgan. Buni mana eng muhimi dissertant juda ham yaxshi qilib tushuntirib berdi. Endi sholg'om bu o'zimizda juda qadimdan ekiladigan ekin hisoblanadi. Uning xosiyatli tomonlari juda ko'p. Juda ham ko'p. Men endi mana genetikaga yaqinroq bo'lganligim uchun mana ustma-ust oilada qiz farzand tug'ilganda ketma-ket ravishda 6 ta bo'ladi, 7 ta bo'ladi, shunday qiz farzandlar tug'ilganida tavsiya berilgan. Ko'proq sholg'om iste'mol qildi. Chunki u sholg'omni iste'mol qilishning boisi ham uning tarkibida shu amino kislotalarning ko'pligini, oqsilning ko'pligini
shu egri xromosomaning hosil bo'lishiga ko'p yordam beradi deb buni eskidan aytib kelishganda, shuning uchun ham sholg'omni xosiyatli tomonlari juda ko'p. Zalda o'tirganlar kulishyapti, chunki bunga ishi tushmaganda hammasi ustma ust o'g'il farzand ko'rib, qizlarni tilab olishgan, shuning uchun ham kulishyapti. Endi bu tomoni mayli nima qilinadi? Ishning mana morfobiologik deb berilgan mavzuda va hosildorligi, xususiyatlari va hosildorligi deyilganda, mana morfologik xususiyatlarni yanada yechib, mana salatbobni, mana professor Orom juda o'rinli ta'kidladi, ham ildizi ham bariga iste'mol qilinadi dedi. Ikkinchisiniki faqat barik sholg'om. Uning ildiz mevasi bormi, yo'qmi? Eng birinchi o'rinda shu ikkita ekinning morfologiyasini yechib, keyin bu yoqqa o'tib ketganda ish juda ham tushunish oson bo'lib turgan bo'lardi. Endi yana bitta narsa, birinchi rasmiy opponent o'qdirdi, kamchilik sifatida hardin juda uni o'rinli yaxshi tashkil qilib o'qib bera oldingiz. Mana shu kasallik zararkunandalariga e'tibor berish. Endi shu dissertantdan juda ham iltimos qilamiz, keyingi ishlarda ana shu narsaga e'tibor berib, kasallik zararkunandalarini o'rgansa. Kasalliklar mayli, lekin zararkunandalarni, shirinchalarni olamizmi, bitlarni, u shirasini qoldiradi. Ya'ni Qoraqalpog'iston nomer 1-o'rinda turadigan respublikalardan, hududlardan bittasi hisoblanadi. Belokretka, oq qanot bo'yicha. Oq qanotda o'zidan keyin nima qoldiradi? Shira qoldiradi, yopishqoq nimani. O'sha narsalar mana shu salatning bariga, salat sholg'omning bariga nimasiga ta'sir ko'rsatdimi, yo'qmi? O hozir oq qanot yo'q, shirincha yo'q deydigan joyimiz yo'q. Ana shularga ham agar e'tibor beradigan bo'lsa, ish juda ham yaxshi bo'lardi. Endi umuman ishni ijobiy baholayman. Juda ilmiy ham amaliy ahamiyatga ega ma'lumotlar olingan, chop etilgan, joriy etilgan. Ishni qo'llab-quvvatlayman. Rahmat e'tiborlari uchun. Toshkent samimiy tilaklarim uchun tushunadi, ayniqsa boyaniki nima deydi? Hayotiy o'zgarishlar uchun muhim fars otishi bekor ekan. Alloh rahmat qilsin. Abdulaziz aka doim yeyveradilar-da, bizlar ilmiy xodim bo'lib ishlayotgan paytimiz xonalarda. Bekor emas ekanda Toshkentda ishlaymiz. Aytmasdim endi professor Oram shunga yo'naltiribdi meni. Yo'q. Toshkentda ishlaymiz. O'zi ular hozir sog'lom turmush tarzida o'sha nima deydi, sholg'omning ahamiyatini bilish kerak-da. To'g'ri qildingiz, rahmat sizga o'sha qilib o'rinli ko'rsatib o'tganingiz uchun. Qachon narsa doriga yuguradi, mana tabiiy holatda ham bo'lar ekan. Rahmat. Demak, keyingi so'z navbatini muhokama uchun kimga bersak bo'ladi? Kim muhokama qiladi? men endi Toshtemir akadan keyin bir ikki oz gapirmasam bo'lmaydi. Shunday. Sababi men nazarimda sholg'omni narxi oshdi hozir bozorda. Endi hamma sholg'om yeydi. Endi ish yuzasidan aytadigan bo'lsam, endi salatbop sholg'om, barg sholg'om bu o'sha Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ko'p ekilib, ko'p iste'mol qilinadigan ekinlar hisoblanadi. Sababi eng yaxshi nimasi, eng muhimi bular amal davri juda qisqa, vegetatsiya davri qisqa. 25-30 kunda mahsulot iste'molga tayyor bo'ladi. Ikkinchisi mahsulot tarkibi. O'sha nima bo'lganda nomavsumiy paytda shu ochiq dalalarda mahsulot yetishtirib bo'lmagan paytda bularni issiqxonalarda, plyonkali qoplamalar ostida turli usullarda yetishtirib iste'mol qilish mumkin bo'ladi. Eng muhimi yana bitta tomoni, bu ekinlar u tashqi muhitning omillariga talabchanlik uncha yuqori emas. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, yana eng muhim bir tomoni,
bu narsa shu Qoraqalpog'iston sharoitida hozir bilamiz, ekologik vaziyat juda yaxshi emas Qoraqalpog'iston sharoitida. Ana shu sharoitda o'sha shunaqa tarkibi qimmatli, ayniqsa C vitaminiga boy shunaqa mahsulotdan aholini ta'minlash, ana tarkibida antioksidantlari borligi, bu manimcha Qoraqalpog'iston sharoitida juda bir katta ahamiyatga ega bo'lgan ekinlar hisoblanadi. Endi agar ishni o'ziga keladigan bo'lsak, men nazarimda bu yerda qo'shimcha savollar bo'ldi. Nima uchun sxemasini o'rganmagansiz, nima uchun navlarni o'rganmagansiz degan. Men nazarimda mana shu PhD uchun bitta faktorni olib, shuni chuqurroq o'rgangan juda ma'qul. Shuning uchun men nazarimda bu bitta mavzu olingan, o'sha ekish muddati bahorgi, kuzgi, yozgi va bahorgi o'rganilgan, hosildorligi, hosil sifati va hokazo nimalari. Shuning uchun men nazarimda juda yaxshi, ixcham, chiroyli ish qilingan. Dissertant yaxshi baholab berdi. Taqdimotni yaxshi bayon qilib berdi. Endi hozir aytilgan kamchiliklarni bari e'tiborga olishga to'g'ri keladi. Keyingi ishlarda o'sha laboratoriyada o'rgangan bo'lsangiz, sho'rga chidamligini albatta dalada ham o'rganish kerak. O'rtada qanaqadir bog'liq bormi, yo'qmi? Juda ko'p holatlarda mana shu narsa e'tiborga olinmaydi. Laboratoriya sharoitida o'rganadi yoki faqat dala sharoitida. Bu bizga aniq bir xulosa berishga qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun men domlani fikrlariga qo'shilaman. Rasmiy opponentlarni fikrlariga qo'shilaman. Dissertant qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori degan ilmiy unvonni olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat e'tiborlaringiz. Rahmat kattaga Muzaffer Hoshimovich. Marhamat, yana kimdir talabgor bormi muhokamaga chiqib fikr bildirishga? O'zi to'g'ri, endi kimsan Toshtemir Eshevich kartoshkachilik sohasini otasi, savdochilik sohasini otasi Muzaffer Hoshimovichdagi o'zi fikr bildirishni o'zi og'ir. Shunday bo'lsa ham endi rasmiyatchilik uchun so'rayapman. Mumkin bular bozchilik sohasini otasi deb qoladi. Marhamat. Gapirishim qiyin. Lekin men bir narsaga xursand bo'lamanki, haqiqatan Qoraqalpog'istonda sabzavotchilik ilmiy katta e'tibor beriladi. Mana shu yerda o'zi 3-4 ta dissertatsiyadan ko'rdik. Qoraqalpog'iston sharoitida umuman sabzavotchilik sohasi bo'yicha ishlarni tashkil qilib, uni rivojlantirishga katta ta'sir. Endi haqiqatan bugungi kunda biza nafaqat O'zbekistonda, balki Qoraqalpog'iston sharoitida haqiqatan asosiy sabzavot ekinlari turiga e'tibor beramiz, kam tarqalganiga e'tibor beramiz. Mana shu dissertatsiya ishi albatta kam tarqalgan, masalan, sholg'om, barsholg'om. Haqiqatan bu yangi ekin. Yangi kelganda mana Muzaffarga haqiqatan shu o'zlarini navlarini yaratuvchilar esidan chiqib qoldi. Muyassar deganda mashinalar aholiga mana yangi soat olib ishlatinglar deganda ko'pchilik buni riskus o'rniga ishlatsak bo'larkan, bemalol yesa bo'ladi, lekin boyagi Toshtemir Eshevich aytgandek quvvati o'sha-o'shadi. Shuning uchun yangi ekinni Qoraqalpog'iston sharoitida shuni aholisida yangi iste'molga mos bo'lgan, vitaminga mos bo'lgan yangi navini joriy qilinishi bu ham katta yutuq hisoblanadi. Haqiqatda biz sholg'omni asosan takroriy muddatda o'rganib qolganmiz. Shuncha bor bekor savol berganim, nimaga bahorda ekishinglar deb. Haqiqatan bahorda ham juda zo'r bo'ladi. Reskan o'rniga ekib yetgan bo'lsa, bemalol sholg'om. Bu bozorlarda ham bor. Bugungi kunda aynan Toshkent bozorlarida juda ko'p. Ma'lumki, kelajakda mana shu ishni natijalari hisobidan Qoraqalpog'istonda ham mana shu ekin turi kengayib, shu bunga boy bo'lgan davlatlar bilan boyishga xizmat. Endi misol o'z keladiganimiz haqiqatan mana shu jarayonda ko'p inson kelib yurdi, o'zlari tajriba stansiya direktor o'rinbosari, umuman nafaqat o'zining dissertatsiya ishiga
soha bo'yicha u seleksiya bo'ladimi, urug'chilik bo'ladimi, texnologiya bo'yicha ko'p maslahatlar berib turadi. Bu nima deydi, Musaga albatta mana shu PhD qishloq xo'jaligi fanlari fasxonasi doktori dissertatsiyasini mana himoya qildi. Unga bemalol shu unvonida qo'llab-quvvatlasak, biz shu yerda o'tirganlik vaqtga yarashmaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, hurmatli Rahoji Abdunajich. Kimdir yana so'zga chiqadimi? Sizlar gapiring. Assalomu alaykum. Hadisi Anvar Mamatov. Yaxshi, raisi a'zolari, ustozlar. Endi men hamma ustozlarga gapirib qo'shilgan holda bu ish jarayonida ko'proq aralashgan rahbariyatimiz bizlar bilan bevosita kurator sifatida ko'p boraman, ko'p bu ishlar bo'yicha tanishdim va ko'p degustatsiyalarga qatnashdik, boshqa ishlarni ko'rib chiqib baholadik. Va aytmoqchimanki, birinchi mavzuni berganimizda biz ko'p o'yladik. Shu Toshkentda sharoitda muddatlar o'rganib, men o'zimda xavotir bo'lgandi. Bu Qoraqalpoq sharoitida bu tajribalar olib borish jarayonida shu narsaga amin bo'ldim. Umuman bir boshqa region, boshqa muhit, boshqa tuproq iqlim sharoiti. Bu o'zimga ham o'zini shu aksini ko'rsatdi. Ya'ni misol uchun men o'zim ishlagan paytlarim agar bir vegetatsiya davriga qilayotgan bo'lsa, bu 35 kunda pishgan bo'lsa, ya'ni sovuq iqlim sharoitida yerda shug'ullanishi o'simlikni 10 kun, 15 kunga kechib o'sib rivojlanishiga ta'sir qiladi. Shu bilan birgalikda hosildorligida ham juda katta farq bor. Hosildorligida o'zgardi, biokimyoviy tarkibida o'zgarish juda katta bo'ldi va sal ko'nglim xotirjam bo'ldi. Shu narsa takrorlanmasin kerak. Bu mana chiroyli ish olib chiqildi. Ish haqida gapirayotgan bo'lsak, Musa Jalilov to'g'risida ozroq gapirmoqchiman. Bu o'zim ko'p shu dissertatsiyaga jarayonlarda bor jarayonda ko'rdim. Nafaqat bu o'zini dissertatsiya ishida, balki boshqa Ravshan aka aytgan sabzavotchilik sohasida ham, boshqa tajribalarda ham ilmiy asoslangan darajada olib borish va tajribalar to'g'ri qo'yish va tajribalardan olinayotgan materiallarni tahlil qilish, ularni qayta ishlash jarayonida bir qancha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldi. Shu ustozlarning tavsiyasiga qo'shilgan holda men ham bu ishni sizlardan qo'llab-quvvatlab shu falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat, Anvar Mamatov. Rahmat. Fikrlar uchun, izohlar uchun. Kimgadir yana so'z agar fikrlari bo'lsa, muhokamaga chiqishi mumkin. O'tirganlar, qatnashayotganlar, Zoomdan ishtirok etadiganlar. Bormi? Xo'p. Bo'lmasa yetarli degan taklif chiqdi. Munozarani tugatamiz, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Xo'p, demak ish bajaradigan tashkilot va ilmiy seminar xulosalari, yetakchi tashkilot tahlillari, dissertatsiya va dissertatsiya avtoriferati bo'yicha kengashga kelib tushgan boshqa tahlillar, rasmiy abonentlar va chiquvchilar xulosalariga kelib chiqib, Jalimbek Musa Aybergevichga falsafa doktori ilmiy darajasi berish taklifiga tushyapti. Nizom bo'yicha talabgor Jalimbek Musa Aybergevichga falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha yashirin ovoz berish jarayoniga o'tishimiz kerak. Yashirin ovoz berish jarayonini tashkil qilish va o'tkazish uchun hisob komissiyasini tarkibida aralashishimiz kerak bo'ladi. Menga endi sizlarni nima berishlaringiz kerak? Hisob komissiyasi tarkibi bo'yicha takliflaringizni 3 kishidan iborat bo'lishi kerak. Hurmatli Zoomdan ishtirok etadigan ustozlar, xonadan ishtirok etadiganlar 3 kishilik komissiyani tanlab olaylik. Marhamat, takliflarni kutyapman. Marhamat. Kimlarni qo'yamiz komissiyaga? Birinchi Shokirov bo'lsa yaxshi bo'lardi, Alisher aka. Shokirov, Ibrohimov, mana Bahodir Ibrohimov o'tiribdi, yaxshi yigit, yaxshi xizmat qilib bersin bitta. Yaxshilar, Shokirov, Ibrohimov. Endi xotin qizlardan bo'lsa bo'ladi bitta, ko'rmayapman lekin hech kimda. Yoshilni qo'ysak ovoz berib hammaning qo'lini ko'tarib turaveradi. Shuning uchun bo'lmaydi yoshilni. Ha, qilaylik, shu bevosita nima bo'yicha kuzatib kelgan Qoraqalpoqda ham kurator
Anvar Mamasit qo'ysak uchinchi kun. Ma'qul. Rahmat. Rahmat. Demak, komissiya taklifini o'qib eshitiraman. Shokirov, Ibrohimov, rahmat. Tarkibi bu. O'zgarishlarda rais saylolasizlar. Demak, men buni qog'ozga qo'yaman, marhamat. Tasdiqlashlarni so'rayman. Bir ovozdan tasdiqlab oldik. Yani demak, top komissiyasi tarkibi. Sizlarga 5 minut ruxsat operativlik bilan qabul qilib, yo bo'ladi yo bo'lmaydi ishlar. 5 minut. Rahim shuncha xatti harakatini 5 minutga. Rais. Besh minut tanab diyorlar. Fahriddin, bizlar qanday ovoz beramiz? Ovoz berish tash emas, ovoz berish guruhga. Mayli, davay. Tashlaysizmi? Mana tashaldi. Fahriddin, ovoz berdim men. Rahmat. Rahmat domla, rahmat. 5 ta odam ovoz berdi, qolganlar ham ovoz berib boringlar. Fahriddin. Fahriddin. Va Muzaffar aka. Nadjiyev. Direktor chaqirgan ekan, siroshu shunga menga iltimos qildi. Nima qilib, yo'qlab ovoz beraman. Nima qilib bordim? Tashlab qo'ydim. Eshonboy, qalaysiz? Bu shogirdda bunday xususiyati bor ekan, nima oldini aytmaysiz? Ha? Va har vaqt kun aytdi, va. Qo'zg'aningiz tushib ketdi. Ha, yaxshi, yaxshi. Yaxshi, razryadkada bu. Razryadka bo'ldi. Eshonboy, biz hozir Qarshidamiz. 6larda taom bo'ladimi ketsak? Qorong'i qolib ketamiz-ku. Soat 6ga tugash qiyin. Hozir mana 4dan hali xulosa, hali haligi nimasi bor yana. Nimani? Tasnifiy belgilar. Ko'ramiz hali yana 4:30ga tugaydi maksimum. Siz qachdami? Ha, bugun qaytishimiz kerak. Mashinada rulda o'zingizmi? Yo'q, ana Hamidullo Amirov. Amirovmi? Ha. Unda mashinada nima qilsangiz ham bo'ladi. Shunday qilamiz. Ha. Lekin aytib qo'ying Fahriddinga ham yo Rustamda o'zingizga. Fahriddinga aytaman. Ha. Boshqa tinchlikmi? Ishlar yaxshi ketyaptimi? Xudoga shukr. Ha, yaxshi. Sog'liq ta'siri eng muhimi. Sog'liq, bahol qudrat ehtiyot qilyapmiz endi. Ichmasak, chekmasak. Endi oyoq ancha yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Yaxshi. Og'riq yo'q, lekin ixtiyor bo'libman hali ham. Ha. Ehtiyot bo'ling, sizda vес ham borda ozgina. Vesam bor, nima qiladi? O'zim ham kutmaganimda shu sakrab chiqaman dedim. Endi bir 71 metr bo'lmasa ham 81 metrlar, santimetrlar balandlikda oyog'imni ko'tarib qo'ydim, ko'tarmadi, tushib ketdi-da. Keyin bu oyog'im tagiga urilib ketdi. Hali ham shu sinmadi, hech narsa bo'lmadi, Xudoga shukr.
Siz ko'hlingiz qolmaganda hozirgacha nima qilaverasiz-da? Ha? Yo'q, yo'q. 80 Nima santimetr achchiqlanib o'ylasangiz ishladim-da. bo'lmaydi o'zi. Ha? Yo'q, achchiqlanib ishladim. Menga bunaqa endi soat 7da boraman dedi-da, kelmadi 7:30 bo'ldi. Kechasi endi qarasa qarang bo'lib ketyapti-da. Gupillab borib o'zim tashlayman dedim, ishga urinib ketdim-da keyin. Ha. Ish tugamaydi. Temur o'zingizga aytadi bo'ling. Hozir shogirdlar Ishni ota-onamiz tugatolmagan, biz ham tugatolmaymiz. Oxiriga Boltayev yetolmaymiz. qanday? Yaxshi ishlayaptimi? Boltayev yaxshi. Bugun nimada? Bularda nima bo'ldi? Konferensiya bo'ldi. Men borolmadim. Menga ham taklifnoma berishgan ekan, shu agrobiologiya fakulteti o'zi konferensiya qilyapti. Unga hozir eshitsam uni u ham chala qolibdi, rektor hammasi chaqirdi soat 4ga. Bir qandaydir masala bilan men aytdim men borolmayman. Men ketsam to'g'ri kelmaydi-da. Shuning uchun ular hozir shu rektorning oldiga ketgan hammasi. Majlisga. Sizga boradimi bunaqa nima shogird yetakchilikka? Qaysi kafedraga bu? Xatlari bordi lekin. Xatlarini jo'natgan. Xatlarini jo'natgan bizni shogird Bahodir aytgan ekan, noyabrda boshlab boraman deb. Men noyabrda bosh bo'lmaydi dedim. Noyabrda boshi 3-chisa bo'ladi. Haligi nima? Ish kunimi nimasi? Kalendarga qaradikda qisqasi aytdim bo'lmaydi. Bu oktyabrda oxirida kelsin dedim. Ha shu tezroq nima qilarsizda u himoyasini qilib qoladi bo'lmasa. 7-noyabrda-ku Simas, to'g'rimi? Ha, ha. Shogirdingiz aytyapman. Ya bo'ldi, boradi. Men aytaman uni, yetib boradi. Ha, telefonlashib oktyabrda oxirida kelsin bir nimasini nima deydi, qoidasini qilib o'tkazib bayonnomasini berib, bayonnomasini birdan tayyorlab kelaversin. Mayli, ikkovini men aytdim, tayyorlab tashla dedim. Kim bilan gaplashayotgan bo'lsang, tashla dedim, tayyor bo'lsin, sen borib doklad qilasan.